yönetiş iqtidori osmon zamin farqlanadigan bo'lib ketdi. Buni burungi har qanday bir davrda tasavvur qilgani bo'lmadi. Bundaq OpenAI'ning qurg'uvchisi Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskeverlarga o'xshash dunyoni o'zgartgan talantli egisilari Amerikada har necha yilda bir nechasi paydo bo'ldi. Birisi paydo bo'lsa-mu, dunyoni o'zgartib yetadi. Amerika bilan o'xshash madaniyat chambarkida bo'lgan Yevropami Amerikaning dumbisiga qarab qilishdan boshqa amali bo'lmaydi. Yevropa texmo paravanlik va texmo yuqori Amerika nima Yevropa texmo paravanlik va texmo yuqori paravanlik yo'lni tanlash orqali unumni zo'r darajada qurbon berdi. Dunyodagi iqtisodchilar boylik yaratishning yaxshi muhiti bo'lgan Amerikani tanlashi albatta tabiiy. Bu Amerikaning tengsiz raqobat afzallikni saqlashdagi asosli kuch. Bu kuch bilan raqobat qiladigan hech qanday kuchning alomati texi bu dunyoda ko'ringani yo'q. Kirish so'zlashga oyoqlasin. İkinci, dünyadaki en yukarı qarzdor davlatlarning biri. Men biri deganim bilan iqtisodni masalan Yevropadagi kichik davlatlar bilan gangli qarzi, lekin ularning iqtisodiy dunyoga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Lekin ularni biri deb hisoblab qo'yamiz. Shuning uchun men biri demadim, biri deb qo'ydim. Amaliyotda iqtisod hajmidan hisoblaganda Xitoy dunyodagi en yukarı qarzdor davlatning biridan biri. Bu meseleni tushunish uchun oldi bilan yerlik hukumat mablag' yurish-turishsi degan atalg'u bilan bir oz tanishaylik. Hozir qanday iqtisodni analiz qilgan Xitoycha Amerikacha nimani qilsanglar, buni cho'qim bu gap chiqadi. Inglizchada local government financing vehicle deydi. Buni cho'qim tushunish kerak degan atalg'u bilan bir oz tanishaylik. Bu atalg'u bo'lsa yerlik hukumat qo'zg'ab barpo qilgan yer, pay huquqi, rasmiyat haqqi va davlat zoyimi qatorliq mulklarni ajratib berish orqali mol-mulk va naqd pul obrati mablag' yurish-turish o'lchamiga yetalaydigan shirkatni tezlab chiqish. Bu deganlik, masalan, bir xalqaro shirkatni qurish uchun siz no'r mulk bo'lish kerak. Buni Mushta yer pay huquqi her narsalarni to'plab mana buni munchlik mulk bor deb o shirkatni qurib chiqib ketdi. Andin bu mablag'ni shahar qurilishi va ommaviy ishlari qatorliq har xil munbat turlarga ishlatgan ahvolni ko'rsatdi. Iqtisodiy oldingi 7-8 yilda bir necha qitim vayron bo'lishga Xitoy iqtisodiy oldingi 7-8 yilda bir necha qitim vayron bo'lishga yaqin krizisini boshdan kechirdi. 2019-yili Xitoy xalqi birla vaqtda bankaga berib naqd pul oladigan ahvol yuz berdi. Bu yomon. Xitoy bankaga naqd pul olmas, banka pul qolmaydi, jumon. Bu noit ig'ir ahvol. Margidi hukumat bir necha yerlik bankini o'tkazib bilishga majbur bo'ldi. 2022-yili uyumlik taraqqiyot savdogarlari to'xtamga xiloflik qilish eqimi avjib ketdi. Uyumlik korxonalar degan cho'ng shirkatlar uchun milliard pulni bankidan yoki xalqlardan zoyim setib qarz oldi. Uni vaqtida qarzining o'simini hamimiz to'laysiz. To'lanmasangiz vayron bo'lsiz. Xitoylarda shuni to'lanmas, to'xtamga xiloflik to'lashma ahvoli avjib ketdi. Hozir Xitoy texmo cho'ng bir krizisga duch keldi. Yerlik hukumatning mablag' yurish-turishning qarzidan kelib chiqqan xabar xatiri. Ko'p yillardan buyon Xitoydagi o'lkalik va shaharlik hukumatlar yerlik hukumat mablag' yurish-turishga qoyinib, o'l asliya qurilishga va yerlik iqtisodga yordam berib kelyapti. Ara fondi tashkilotning IMF deydi. Bunu İngilizcesi International Monetary Fund deydi.
Xalqaro pul fondi tashkilotining mo'ljallashicha 2022 yili Xitoy yerlik hukumat mablag' yurish-turishning qarzi umumiy summasi 57 trilyon yuanga yetgan. Buni dollarga chaqsanglar 8 trilyon 800 milyard dollar. Bu Xitoy ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatining GDP'ning 48%ni egallaydi. 2022 ularning to'lanmagan so'misi 36 trilyon yuandan ishib ketgan. Xalqning pul olgandan keyin uning har yili uning nimasini pay olsangiz, uning foydasini to'laysiz, ularning o'sishini to'laysiz. Shu to'lanmagan pul hozir 36 trilyon yuandan ishib ketgan. Maliya iqtisod maxsus sahifasining yozuvchisi Ren Shuli bu Xitoy davri gezdi Xitoycha Shi Jibao deydi, maqola yozib shundoq dedi. Agar ba'zi gullangan o'lkalarning yerlik qarzi summasi portilsa, Xitoy fojialik oqibatni yig'ish turishi intayin tasga tushidi. Minski davri yetib keldi. Minski davriga iqtisodshunoslikka bir atalg'u, u degan sizning kreditingiz yo'qolib ketgan, kreditingiz yo'qolib ketgan, pullarni to'lamagan o'shanday cho'ng ahvolni ko'rsatdi. Hozir Xitoy shunday ahvolga petib qoldi. Yana bir Amerikaning iqtisodi chekinyapti. Bu masalani iqtisod muvaffaqiyatning o'lchami bo'lgan GDP'dan boshlaydi. GDP'ni men yuqori so'zlab o'tgandim. 1990 yili Amerika bozor perevod nisbati xalqarodagi perevod Uyg'urlar vayxo'y deb qo'ydi-ku. Bozor perevod nisbati dunyo mahsulot miqdorining 4/1 egallatdi. 30 yildan keyin bu hajm asosan o'zgarmadi. 1990 yili Amerikaning GDP'si G7 degan Uyg'urcha G7 deymiz. Yevropadagi Fransiya, Angliya degan 7 cho'ng taraqqiy qilgan davlatni deydi. G7'ning GDP'sining oran 40%ni egallatdi. 1990 yili Amerikaning GDP'si G7'ning Yevropaning GDP'sining oran 40%ni egallatdi. Hozir 58%ni egallaydi. Setivilish kuchi jihatda O'rtacha Qrim G'arbiy Yevropa yoki Yaponiyaga qaraganda ko'p oshdi. Amerikadagi eng nomrod shtat bo'lgan Mississippining beshiga to'g'ri keladigan kirmi 50 milliard dollardan ishib Yevropadan yo'q. Iqtisodning o'sishiga ko'kpa qo'shgan boshqa omillar jihatdami Amerikaning ortchiligi nihoyatda ko'rinarli. Amerikadagi ishchi xizmatchilarning soni 3dan 1 ko'paydi. Yevropa ve Yaponiyada fakat 10dan 1 oshdi. Xitoynikini keyin so'zlayman. Amerikada texmi ko'p ishchi xizmatchilar aspirantlik yoki doktorlik unvoniga erishgan. Ularning ishlab chiqarish nisbati Yevropa ve Yaponiyadan yuqori. Amerika shirkatlari dunyodagi patent birimining huquqining 5dan 1 qismiga ega bo'lib, Xitoy bilan Germaniyaning patent huquqini qo'shgandimi ko'p. Tadqiq qilib echish, inglizchada research and development deydi. Tadqiq qilib echish fondining kelish manbasi ichidagi eng chong 5 korxonaning hammasi Amerikada. Siz bir bilan tadqiq qilmasangiz milliard dollar ketadi. Bu dollarga bir shirkatlar ashunga mablag' sos bo'ldi. Bu ishda qilgan dunyodagi tadqiqotlar soldigan 5 korxonaning hammasi Amerikada. 2023 yili bu korxonalar tadqiq qilib etishga 200 milyard dollar chiqim qildi. 2023 yili tadqiq qilishga yengil 200 milyard dollarni chiqim qildi. Iste'molchilar bu korxonalar yaratgan yangi turli mahsulotlardan foydalanib kelyapti. Misoli iPad biz ishlatganimiz, iPhone, qo'limizga tilpulla, sun'iy aql iqtidor paranglashish, mashina, odam qatorliqlar. Agar mablag' solg'uvchilar 1990 yili S&P degan Amerikadagi
üç çoğun pay bazarının biri yukarı sözlep kettim go. Birini Dow deydi, birini Nasdaq deydi, birini S&P deydi. S&P to'g'ri texniklar saladı. S&P'ga $100 mablag' salgan bo'lsa 1990 yılı, 2022 yılı $2000'dan artıq mablag'ga aylandi. Şu vaqtda 10-20 o'sdi degan gapda, şu vaqtda siz Amerikaga $10,000 salgan bo'lsangiz, hozir sizning pulingiz $200,000 bo'ldi. Şu vaqtda siz Amerikaning S&P'ga 1 million mablag' salgan bo'lsangiz, hozir sizning pulingiz 20 millionga aylandi. Bu başqa davlatlarga mablag' silib topgan foydasidan 4 hassa ko'p. Amerika'nın gayet zor iste'molchilar bozori bor. U bozorda tadqiq qilib, ichish chiqimini bo'lishib ko'tarma qila oladi. Masalan, kinolarni ko'rsanglarmi, Amerika nurg'un shirkatlar tang chiqardi. Nurg'un narsalarni Amerika hukumatlar qari yo'q. Amerikaning bozori o'zi ularni sen mana 10 milyar chiqar, men 5 milyar chiqaray deb uni tang ko'tara oladi. Hamda mo'l kapital bozordan mablag' to'play oladi. Hizmet nüfusunun kölümü ve sapası mı pek mühim. Amerika'nın başka bay devletlerine, asas Avrupa devletlerine seliştirganda texmo yaş, nüfus ve yukarı tuğuş nispeti var. O Amerika'nın baxti. Başka devletler bu noktada Amerika'ya yetişi asan emas. 2023 yılı köçmenler Amerika emgek gücünün 17%'ni egallagan. Avrupa'da aran Yaponya'da aran 3%'ni egallaydi. Avrupa'da naytı 5%'ni bulmaydı. Amerika'da ilgilik tiklaş asan. Veyran bulup payta teşkilleşme asan. Amerika emgekçi bazılarının canlılığı çıka uğraşının ihtiyacı özgürüşüge maslışıka faydalı. Bir şirketin boşaltılgan hizmetçi özünün maharetini başka sahalarga qo'llanish yoki o'zining korxonasini qurish imkoniyati yaxshi. Masalan, men o'zimni misol qilay. Men Amerikaga kelgan 11 shirkat ishlatdim. Birinchi ishlagan ishim Rocketdyne'da Rakita. Osmong'aylik sun'iy amran itib chiqargan Rakita shirkati ishlatdim. Uningdan boshqa Baysiz degan paychek bozorini analiz qilgan shirkat ishlatdim. Uningdan o'zgarib Complex International Amerikadagi 700 millionga yaqin keladigan yo'l, tosh yo'l va iqtisodiy surat bilan boshqargan shirkat ishlatdim. Uningdan sog'lom sug'urta shirkati ishlatdim. Uningdan yani harbiy mudofaa shirkati boshqarilgan bombaning bunday chaqqan qildigan suyuchma shuni yashadigan ishlatdim. Aşının onun küçük panı başvuran şirket işledim. Ben bu Amerika 11 şirket işledim. Her bir şirketi bağında siz tek şu şirketin ürünüşünüz doğru geliyordu. Şu şirketin matlaşışınız geliyordu. Üzerinizden matlaştırış geliyordu. Şunun için Amerika'da 10-20 yıl hazır işli geçki hazır ve üzem meyli mesela görürsünüz. İlmi pen sahadan sözlen, iktisat sahadan sözlen, siyaset sahadan sözlen, meyli yol hem sahadan sözsünüz. Ben hem sahadan asasiyetten gap kıla alayım. Hadak bizim şirketimiz sugurta ve banka hizmet kıldı. İki tarafından yumuşak detal tamamen okşumak. Peki Cemil kazandı kaynap oldum da ne? Şu kaynap çıkışta şu aşkı hem sahada ve sözlüsünüz sözlük getiren buldum da ben müşahit gay cariyalarda gayba texnik meselelerimi bunda halka bilim bolsun dep ötkide ya. Rakita şirketi işilden dedim o. İlaqası Rakitani ilaqı kinolarda olsun ilaqı sun'iy amran osmon atgan Rakitani ko'rgan bu. Ko'rsangiz o Rakita degan kichikgina bir narsa. Uning ichida yo'q narsa turib, ostidan bir lovuldab u chiqib uni ishtirib osmonga chiqadi. Ashni ko'rgan bu. Ama bek cho'ng ko'rinib ekan bizga. Kichikmikan bu? Ya turpidagi narsa sun'iy amra o'zikchi. Uni osmonga chiqadigan narsa Rakita. Rakita qanday uni osmonga yer sharining tortish kuchida ishtirib chiqarish kerak. Uni qanday chiqartirsangiz, misol ishtirgan narsa bo'ldi. U ishtirgan narsa nima desangiz, suvdan chiqqan par orqali ishtirdi. Bu ikki rakitaga lekin o'yinchilar chiq suvni bir nima qochilab qo'ysangiz bo'lmaydi. Shuning uchun suvning miqdori deysiz, suv deganda mavu. Vani ilaqi ikki man o'rtaklab o'qamma
ikki hidrogen bilan bir oksigenni qilsangiz suvning tarkibi. Aha. Buni bilamsizlar, o'rta maktabda o'rgangan. O'rgangan. Shuning uchun ma bir tunda hidrogen bor, ma bir tunda oksigen bor. Ma hidrogen oksigendan ikkisi jiq bo'ldi. Shuni bu atganda ma hidrogen bilan oksigen birlashib suv aylında su kuyup pargılıp par endi onu iştirip asmağa çıkarıydı. Ben birinden çıkarıp ötkide. Amerika hazır yine yeni soğuk uruşta turuvatıdı. Aldınki soğuk uruşta Amerika başçılığındaki Erkin Dünya Sovyet İttifakı Erkin Dünya Sovyet İttifakı başçılığındaki komünistik lagerini yendi. Bu kıtımki soğuk uruş yanı başlandı. Soğuk uruşunun en yaxşı akıbeti yanıla aldınki kıtımga okşaş. Amerika yani aldınki kıtım okşaş kılmıştı. O bolsa uruştan saklanıp, bu hakiki uruştan saklanıp, karşı tarafta tinç özgürüşünü ilgiri sürüp, bütün Avrupa tinç arkası yana kapitalizm kettiği şun kona tüzülmeni ahırlaştırıştan ibaret. Erkin kanun idare kılış demokratiya tüzümünü xususiy mülkçilikning bazar mexanizmini mol turmuş, umumyüzlik e'tibor berish barobarligini o'z ichiga olgan Amerika modeli bo'lsa, hozirgi dunyo qimmatiga vakillik qila oladi. Bundaq modelni Xitoy hargiz amallashtirolmaydi. Xitoyda hargiz amallashtiradi. Bunda Xitoyning so'ziga emas. Meselesi o. Medeniyet meselesi. Çünkü Xitoy medeniyeti, demokratiyani, erkinlikni Uyg'urlar Uyg'ur nurg'unlar so'zlaganda Xitoy demokratiya emas deb masalani aşağı buraydi. O Xitoy demokratiya meselesi emas, Xitoy medeniyet meselesi. Bu milletning o'zininki qiynidan kelgan masala. Uni apranmaydi. Devlet kurulgandan bu yankı 20 neçe yılda Amerikalıklar erken icvitiş, yenilik yaratish, olg'a ilgirash ro'yi bilan Amerika birinchi degan obrazni yaratdi. Şimdi ben yana bir masala keldi. Men obzor shakl so'zlayapman. Xitoydagi pul paxallashish va pul qishloqi masalasi. Aldı bilan bu yerda ikki hukmni so'zlab o'tkazaylik. Doim hamma pul paxallashish, pul qishli deymiz. Ummatlar biraylik g'uva tushunchimiz bo'ldi. Men buni imkoniyatman hem bunun hakiki inakılmış deryasını bunu size düşündürüp ötkite. İmkaniyet var bunu menilaki ammi bab tuzda sözleşke tırışma şununla yabancı vaktim gitti. Kandak kıysam bu şey yapın düşün. Lakin pul pahalı iş diyen ilk iqtisatçılarının kitabı okusanız bir adam düşünmeydi kaldı bir gapni deydi ulaşçı. Şunda bir murakkepleşken bir gapni deydi. Ben bunu ammi bablaştırıp düşündürüşke tırışay. Pul pahalı iş bolsa pul bilan ta'minlash miqdori ishib, pul bilan ta'minlash miqdori ishib, mal bahosining umumyuzlik o'sishini keltirib chiqargan, kishilarning setib olish kuchi ojizlashgan iqtisodiy hodisani ko'rsatdi. Pul pahalashning odatda 4 alaydiligi bo'ladi. Birinchisi, pul obert surati tizlab ketadi. Pul ihtiyacının işini keltirip çıkıdı. Bazar basın hazırda mesela hazır bazarda hem narsa kıymet o'katgandikin uni ilişkin jiq pul hajlaysiz. O xalqqa jiq pul hajlash uchun banka jiq pul bassa bo'ladi. Pul degan shuni. Bu da Yevropaga borsam, Amerikada qimmat desam, bu da vaqt Yevropaga bir 3 yil oyni kelsak, Amerikadan qimmatga Yevropaning ishlari-chi, bir nimasi yomon qimmatga. Amerikada bir yaxshi popaykini olsak bir $100 olsak shunda jiq. U yer goy pul yaxshiroq ila qo'lda tikkan jum popaykalarga necha $100 deydi. Tomoq yeb baqsakmi qimmatga Yevropaning. Turkiyada bir necha yil burun bir taqsidan men $20 ya hozir olsak $100 deyish ketdi. 100 lira deyish ketdi. İkinci, işlep çıkış tenarki örler tovar bahasının ölçüsünü keltirip çıkıdı. Pul pahalaşkan siz az pul versin işlemeydi. Hatta Amerika'daki McDonald's aşkanlarda $20 verip saatiga adam tapamaydı. Bunda boğandikin tovar bak onu hakkı cık pul bakandikin malının bahasını siz cık üstürsüz, bu mesela ziyan tatsız. Şu an malının bahasını keltirip çıkıdı. Üçüncü, ihtiyaç ziyade izlip ketiş ve teminleş yeterlik bulmazsa ihtiyaç.
Bozorda mal ilaqqa haq olmay qo'lda pahal pul chiq. Bozorda mal yo'q. Tovar bilan ta'minlash tangpungsizlikni keltirib chiqadi. 4-chi, pul pahallıqı elib kelgan bahoning o'sishi o'xshamagan darajada kishilarga va kasblarga ta'sir ko'rsatadi. Albatta da pul pahalılığının o'sishi sizga ta'sir ko'rsatyapti, pulning o'sishiga ta'sir ko'rsatyapti. Bir narsa qimmatga. Meyat qalsa zaytun yig'i burun biz olsak $32 alatdik. Oldin kuni Costco'ga borsam $42 chiqdi. Bir necha yil burun gazni $3.50 alatdik. Hozir gazning bahosi $5 chiqdi. Hamma narsa qimmatlab ketdi. Bu ijtimoiy ziddiyatni paydo qilishi mumkin. Bular xalqlarning ichida pul so'g'andikin bir talay pulni chiqib olamagandikin jamiyatda ijtimoiy ziddiyatlarni keltirib chiqadi. Hozir Xitoyda intayin jiqish bo'lyotidi. Shunga pul pahalliqni iqtisodiy va jamiyatga ko'rsatadigan ta'siri intayin cho'nqur bo'ladi. Pul pahalliqi mal bahosining o'rilishi, tanarxining o'rilishi, omonat pulning tuvanlab ketishi, pul qimmatining tushishini keltirib chiqadi. Bu pul pahalliq. Yani bir ufkum daimden anlayışta pul buluş. İngilizce deflation deydi. Bu bolsa pul buluş bolsa pulun təminləş miqdarlı yeterlik bulmay. Pul kıymetinin işi, mal bahası umumiyetlik köllep ketiştek iqtisadi hadislerini köstüdür. Pul buluşunun bu 4 alaydılığı var. Birinci, pulun kıymetinin örülüşü kişilerinin çıkın ve meblağ silişini azaltıp iqtisadi faaliyetini arttırdı. Pul boğan sıra sizden tecrübeniz azıydı. Doğru mu? Pul az boğan sıra bazar pulunu iqtisat kolunuzu tutup bile ciddi yapma. Onda boğan için bazar mal satılmaydı. İqtisadi faaliyette astılap gidiyordu. Aşğanlar soğudu, üyeniz mimar çakırışma astaydı, aşğanlar yiyişme, hemimiz astılap gidiyordu. Qarzi yükü iğirlap, karxan ve şəxsilərinin qarzi qaytırış yükü iğirlap gidiyor. Bunun bir karxandan siz $100 ağan bulsunuz. Bazı o pul pahallaşkan pulunun puhallaşkandaki pulunun kıymeti üstü etkendiki o karxanga siz $150 töleş doğru gidiyor. Bu pul bana bu qarzi yükünü iğirlap bitiyordu. 3-ci, işlep çıkış tənərqi tüvəllab, karxanların paydısı azıyıb, iqtisadının çekişini keltirip çıkışı mümkün. 4-ci, pul buluş ilip kelgen bahanın tüvellişi iqtisaddaki oxşamayan kəsblər ve oxşamayan kişiler ve kəsblərge oxşamayan təsir göstərir. Şuna pul buluş iqtisadi ve cemiyetke göstərilən təsirimi intayın çoğur bu. Xitay bazar ilgiliki devleti emas, xuddi Avrupa ve Amerika'da. Bazar ilgiliki devlet emas. Şuna g'arib iqtisodşünaslik nazariyasının pul pahallashish ve pul buluş alayidiligiga asoslanib navbatda Xitoy iqtisodining holatiga hukm qilmoq biroz tez. Rost deysizmi? Xitoy iqtisodşünaslarning analizida yuqorqi pul buluşdan iborat 4 alaydiligining kuchi Xitoyda paydo bo'ldi. Umumiy jihatdan qaraganda Xitoy iqtisodining chekinishi bir cho'ng yo'linish. Bu tashqi ehtiyojning ojizlishi ve ayrilishi. Bu ikki hukm diqqat qilinglar. Tashqi ehtiyojning ojizlishi. Satanmaydi, olmaydi Xitoyni. Ayrilishi degan chet davlatlar Xitoydan aylanib ketib qolgan shirkatlar. Bu ikki hukm. İçki kısımda saklangan köp xil meselelerni içine alırdı. Bulup mu? Pul muamele meselesi naiti iğir Xitoyda. İlgiri pay bazarı bilen ümümlük bazarı Xitoyda pul meblağını saklaydığı ikki ambar idi. Pulunuz buğan ki bir yer saklayman deysiz de. Doğru mu? Ama sincikimde kim olaydı? Sen tonla attın. Bu ürünün temperatürünü 25 kilo verdim. İlgiri pay bazarı bilen ümümlük bazarı Xitoyda pul ve meblağ
ketdi. Hazır pay bazarı ve üyümlük bazarının ahvali intayın načar. Bu biz güvende Xitay iqtisodning chekinish alomatlarini bir qancha jihatdan analiz qilaylik. Xitoyning birinchi, Xitoyning ichki bozor ehtiyoj tuvallab ketdi. Xitoyning ichki ehtiyoj bozorining ko'lami zo'r. Shuning uchun emgak kuchining ozayishi bilan Xitoy iqtisodining ishish harakatlantiruvchi kuchi barg'antir ihtimal ve yenilik yaratışqa tayinish lozim edi. Mesela sizin emgak kuching zo'r bo'lib ketgandan keyin bozordagi narsani oladigan odam bo'lsa hep oladigan odam bo'lsa lekin hozir Xitoyning ahvoli buning eski. İhtimal tushkun. Yenilik yaratish asos mavjud emas. Yenilik yaratmagandan keyin siz ish bo'lmaydi, xizmat bo'lmaydi, ilgirlash bo'lmaydi. İhtimal bo'lmagandan keyin sizning hech narsangiz setilmaydi, borgan sari načarlashdi. İkinci, Xitoyning tashqi savdosi cho'ng qiyinchiliklarga duch keldi. Amerika Xitoy savdo urushi dunyo ta'minlash zanjirini qayta tashkillash qatorliq omillar Xitoyning tashqi savdosiga zarba berib, eksportning tuvallab ketishini keltirib chiqardi. 2023 yılı, hemen bugün sözləvatqınım 2023 yılı 6. ayının 1'den 2023 yılı 11. ayının 30'gacha 12. ayının tek çıxmadı materiallar. 2023 yılı 6. ayının 23. günü Xitoy Dövlət Kabineti Goviyuan axbarat işxanesi ötkülgən yığında Xitoy Savdo Ministerliği Xalqaro Savdo Sökti vəkili Wang Shuwen şundaq dedi. Xitoyning tashqi savdo vaziyati yanada murakkab va keskin bo'lib, nurg'un qiyinchilik va teojanga duch kelyotdi. Teojan degani barliq jihatda uchirgan qiyinchilikni deydi jumla. Teojan degani. Tashqi nuqtadan qaraganda tashqi ehtiyojning iniqsizligi yana Xitoy iqtisodiga bo'lgan en çok çeklaş amili. Bana bu Xitoy Goviyanning degini qanchalik tashqi savdoning bularga qiyinchilik ekilayotganligini. Üçüncü, Xitoy korxonalarining foydasi tuvalladi. Iqtisodning chekinishi korxonalarning foyda ilish iqtidoriga ig'ir ta'sir ko'rsatdi. Nurg'un Xitoy korxonalarining qarzi bismi ziyoda ig'ir bo'lg'achqa tijoratning yaxshi bo'lmasligini yoki vayron bo'lishini keltirib chiqadi. Bu zukan bo'lganki odam talab turdi, birdan. To'rtinchi, mablag' silish ostilab ketdi. Iqtisodiy ilgari izchil mablag' silib, iqtisodning ishishiga turtki bo'ladi. Hozir mablag' silish ostilab ketdi. Kapitalning iqishi ravan emas. Bu iqtisodning ishiga to'solg'u paydo qildi. Bu masalalar bilan pul tutulish masalasi birlashib, Xitoy iqtisodining chekinishini jazmanlashtirdi. Endi yana bir so'zlaydigan konkret holda Xitoy iqtisodiy davomli qiyin ahvolda turyotdi deb buni to'g'riliq 15 nuqtadan bu to'g'riliq so'zlab o'tdi. Birinchi, Xitoy Davlat Statistika idorasi Xitoycha Jungo Tongjiju deydi. E'lon qilgan 2022 yildagi Dehqon ishlamchilar nazorat qilish tekshirish dokladi 2022 yilga e'lon qildi. Ko'rsatishcha Xitoyda 295 milyon 62 ming dehqon ishlamchilar bor ekan. Dehqon ishlamchilar soni 295 milyon 62 ming. Buningdan belgini bo'ldiki, dehqon ishlamchilarda keng ko'lamda ishsizlik paydo bo'ldi. Buning sababi oddiy. O'zaro munosabat bo'ladi. Korxonalar ketib, mablag' silish va iste'mol ozayganda albatta bu qismlardagi odamlar tabiiy ozaydi. Yana iste'dodlar ko'payadi. Amerikada yashaydigan siyosiy iqtisodshunos Xitoy Jinpingning qarshida Xitoyning navbatdagi iqtisodning chekinishidagi
asaslık sebebi Hitlerning kelgüsüge işencisi yok. Kol hajlashni xalamaydı. İkinci, Xitoy bilan Hindistanning munosabati tasqo'yga tushib, jiddiyleşib ketib boradi. Bu Xitoy iqtisodining ilgirlash qadamini tortib turibdi. Amerika yetakchiligidagi Xitoyni qo'riqlash strategiyasiga ergashib, Hindiston Xitoy korxonalariga besim ishlatishni kuchaytirdi. El rayini tekshirish organining tekshirishiga asoslanganda 43% Hindistonliklar Xitoyni eng chong harbiy tahdid deb qaraydi ekan. Hindistondagi eng asosli mablag' solg'uvchi davlat Xitoy edi. Eng asosli davlat Xitoy edi. Hindiston 2020-yildan tortib Xitoy mablag'lariga qattiq cheklama qo'ydi. Xitoy savdo ministrligining statistika qilishicha, bu Xitoyning o'zini statistika qilishicha 2022-yili Xitoy korxonalarining Hindistonga solgan g'ayri pul muomala turidagi bevosita sili nemisi 70% qisqargan. 2020 burunqidan 70% qisqargan. 2022-yili Hindiston hukumati har xil sabablarni bahona qilib, Hindiston bozorining 60%ni egallagan Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo va Xitoy shirkati qatorliq Xitoy yanfon shirkatlarining mablag'ini tekshirish yoki qo'ng'itish orqali ularga zarba berdi. Ta bugun qadar bu Xitoy shirkatlari mablag'ini qaytarib ola olmadi. Solgan mablag'i bekor ketdi degan gap. Men yanfon savdogarlari amalsiz Hindiston bozoridan chekindi. Yaqinqi 2 yilda Hindiston Xitoy shirkatlariga viza berishni to'xtatdi. Buning natijasida Xitoy korxonalari boshqarish qatlamini almashtura olmay, qisman korxonalar vayron bo'lish yoki palach holatga tushib qoldi. Hindiston Xitoy shirkatini qoqlashga qadam qo'ydi. 2020-yildan tortib ol deganda 50 Xitoy korxonalari Hindistonda cheklandi. Bularning ichida Jungo, Xitoy App, TikTok, Weixin qatorliq Xitoyning danglik shirkatlari bor. Uchinchi, 2022-yili Xitoy yerlik hukumatning qarzi umumiy so'misi 60 trillion yuanga yetib, tarixdagi eng yuqori saviyani yaratgan. Uning ustiga texi oshkorlanmagan yerlik hukumatning yoshirin qarzini ko'zda tutganda ba'zi joylar allaqaran vayron bo'lib bo'ldi. Nurg'un vayron bo'lib bo'ldi. Nurg'un o'lkalar vayron bo'lib bo'ldi. Xitoycha Kol televiziya kanali C-Reader Van Wei Dujo deydi. 2023-yili 6-oydagi xabarga asoslanganda Xitoy moliya yuqoridan tuangacha qurib ketishga yaqinlashib qolgan. 2023-yil 6-oyda Xitoyning 31 o'lkasi 2022-yillik moliya kirim chiqim va qarzi sonliq ma'lumotini orqa-orqadan e'lon qildi. Bu statistika sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha 2022-yilning oxirigacha yerlik hukumatning qarzi umum so'misi 60 trillion yuanga yetdi. O trillion degan jiq gap mayli so'zlab qildimlarga qulanglar $1 pul bersa 1, 2, 3 deb sana desanglar 1 trillionni salashga 40 ming yil ketadi. Buning ichida odatdagi qarz 14 trillion 200 ming milliard, maxsus qarzlar 20 trillion 700 milliard, markaziy hukumatning zoyimi 25 trillion 600 milliard yuanga yetdi. Oldingi 15 yilda Xitoy yerlik hukumatning qarzi so'misining yillik ishish sur'ati 16% ishib ketdi. O bizning qarzga har oy, har yili ashuna 16% foydamiz to'lsangiz bo'ldi. Bu GDP'ning Xitoyning GDP'ning ishish sur'ati 7% 8dan yuqori bo'ldi. Endi xuddi mandaq siz uyingizga jiq kirim qirsangiz, har yili masalan kirimingiz 7% o'tsa, qarzingiz 16% o'tsa, vaqtda siz mangu uni to'lamaysiz. Bu hukumatning qarzi xavf xatarining uzluksiz to'planayotganligini aks etadi. Hukumatning qarzi ma'lum darajada to'planganda xavf xatar markazlik portlash yuz beradi.
iqtisodning davomli nacharlashiga ergishib, Xitoydagi 31 ülkenin maliyesi tutuldurguni bulmaydigan cho'nqur g'orga dumlab, tersi partlash jazmanlashdi. 4. İqtisod mutaxassislarning ko'rsatishicha, iqtisod tushkunlikning 11 hodisi bor. Hozir Xitoy bu hodisalarni asosan tamomlashgan. O tushkunlikning 11 hadisini birinchi, kishilar ko'p miqdorda ishsiz qoladi. İşsizlik çoğun tushkunlikning Rusyan alayligi. Hozir Xitoyda 40% getdi ishsizlik. Men tuan sonliq ma'lumot beraman. İkinci, ishlab chiqarish ishib ketish, iste'mol yetishmaslik, nomurodlar iste'mol qila olmay, o'ttira tipkilar iste'mol qilishga jur'at qila olmaslik, iqtisod g'urmitsimol tuvallash. Haqiqatan Xitoylarda hozir iste'mol pul xarjlayolmaydi. Hamma odam qo'rqidi pul xarjlashdan. Shuning uchun bu ikkinchi alomat. Uchinchi, pay bozori va qarzi bozori vayron bo'lish. Üsüm nisbeti o'rlab ketish, zavodlar vayron bo'lish yoki ishchilarning maoshini azaytish. Bu albatta bor. Pay bozori tuniga qarasangiz 6 trillion yuan yo'qolib ketdi. Qarzdorlar to'lanmay vayron bo'lib ketdi. Bir yerdan qarz olaman desangiz, suhbat u yerdan üsümni shunday yuqorilab sizga bermaydi. Shu nurg'a ishlar bo'ldi. 4. Uy egasi, uy ijarasini kapşıralmağa xeridorlarni zo'r miqdorda qo'g'lab chiqarish, yoshlar zo'r miqdorda ko'chalarda tantirab yurish yoki ota-onasining uyda yetish. Hozir Xitoylarda har qanday ko'rikni ostida qarsangiz, bir yurish Xitoylar ishadi yotadi. Uyni ijaradan yotamay to'laydigan yer yo'q, shu yoshlarcha ko'rik ko'cha yotgan Xitoylarning soni yo'q. 5. Yaşlar ve yaş er-xotinlar ata-onasiga tayinib, kichik uyda istilib turishga kichik uyda istilib turmush kechirish. Hozir Xitoyda shunda bo'lyapti-ku, yoshlar ata-onalarining uyiga ketib bordi. 7. Tug'ish nisbati tuvallab kishilarning bolalik bo'lishini xohlamas. Xitoyda tug'ish nisbati intayin tuvalladi, buni xabarlarni ko'p oldim. 8. Erlar sirtqi qiyofaga ahamiyat bermaslik, ayollar moda qo'g'lashmaslik. Bu ikki narsa nimani bildirsa, xalqlarning qo'lida pul qolmasligini bildirdi. 9. Omma xalq ijtimoiy aloqani azaytish, ahamiyatsiz ishlar bilan vaqtni o'tkazish. Pulunuz bulmaganki ijtimoiy ishlarning hammasi azayib ketishi, keşke qo'lingizga yonfon qarab o'tirsiz. 10. Şəhərləşişə qarşı yürüniş payda buluş. Kişilər yılda qaytiş. Xitaylarda şəhər iş bulmaganki dehqonlar hammasi yilda ketib bordi. Ruhi kamchilik buluş ve ruhi kesel buluş köpəyiş. Her xil dinlar avjib ketiş ve bid'at dinlar arqadan payda buluş. Hozir Xitaylar müşta bid'at degan har xil dinlar mingdan ish ketib. 5. Yaqinqi mezgildagi turlik sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, ishsizlik to'lqini Xitoyni qoplayotdi. Bu vaqt ichida pasayish mumkin emas. Xalq pulini asos qilgan va Xitoy ichida bozorga solgan payni pay deydi. Xitoycha ibu deydi. Bu faqat xalq puli bilan bo'lgan pay. Ya boshqa bilan bo'lmaydi. Pay deb ataydi. Pay bozorga silingan korxonalarning ishchi xizmatchilarining soni burunqidan 13% azaydi. Tengshun, Ali, Meituan, Baidu qatorliq Xitoydagi cho'ng shirkatlar, darajadan cho'ng shirkatlar 2023 yilning oldingi yarım yilda xizmatchilarni 20% qisqartdi. Sayohat, tarbiyalash, uyumlik kasblarda odam qutqarish ahvoli texmi ig'ir. GDP'nin 20%'ni egallaydigan uyumlik kasbi vayronchilikqa uchirgandan keyin zo'r miqdordagi qurilish ishchilari xizmatsiz qoldi. Ular qurilish solmagandan ular xizmatsiz qoldi-da. Hamda Amerika Xitoy savdo urushidan keyin eksport yo'linishdagi korxonalarning ishchilarga bo'lgan ehtiyoji tuvallab ketdi. Buni zo'r miqdordagi issiqlikni keltirib chiqardi.
Mutaxassislarning aytishicha, kelgusi bir necha yilda ishsizlik ahvoli nacharlashidir. Bunun sebebi o'tgan 3 yildagi ishsizlik qoldiqini hal qilish bilanla cheklanmay, yana keyingi 5 yilda har yili davomli shug'ullanadigan 5 million yoshlarning ishsiz ahvolini hal qilish to'g'ri keladi. Fuqaroviy egilikdan boshqa davlat egilikdimi cho'ng chatoq chiqdi. Bu Xitoy iqtisodining umumyuzlik chekinishini keltirib chiqyapti. 6. Xitoy iqtisodining turiki bo'lgan o'zining taraqqiyot silimisi sijil tuvanlab ketib bordi. Xitoy davlat statistika idorasi Goja Tongjichi sonliq ma'lumotning ko'rsatishicha 2022 yili mamlakat bo'yicha uyumlik qurilishga 13 trilyon 289 milyard 500 milyon yuan mablag' silinib, oldingi yilidan 10% tuvanlagan. 2023 yili oldingi 6 oyda 4 trilyon 570 milyard 100 milyon yuan mablag' silib, 2022 yildagi o'xshash mezgildan 7,5% tuvanladi. 2022 yili uda mamlakat bo'yicha uyumlik taraqqiyot silimisi manfiy oshdi. 2022 yili sud mahkamasi setishga majburlagan oilaning uyini to'lamagandan sud sotdaydi bu uyni. Oilaning uy soni 660 mingga yetdi. Lekin tutishish somsi aran 118 ming oila soniga yetdi. 610 ming uyni Potdan satsam to'lamagan ki deyse, alıdığı adam yok, aran 118 ming setip. Madaysanız 5'ten 1% aran setip. Kalan eşyada kuruq yatıdan gel. 2023 yıl aldığında 5 ayda tot mahkemesi setişka mecburlagan ailenin uy sani 146.549'ga yetken. Lekin setilgan sani aran 39.503 Bu Xitoy uyumlik bazarının naiti nachar xarakterga tushib qolganligini bildirdi. Yettinchi iqtisod sohasida PMI degan bir gap bor. Mandaq bir gap bor. Mandaq PMI degan gap. Mandaq bir gap bor. Buni tushunib qo'yinglar, bu to'liq Haberin anlasanlar bu gap intayin to'liq chiqdi. İngilizce'de Purchasing Manager Index deydi. Ben bundan Uygurcaga setivilish direktor ko'rsatkichi deb oldim. Bu degan gap bu PMI degan, iqtisod PMI degan bir atalg'u bor. Bu ishlab chiqarishning sog'lomligini o'lchaydigan jadval. Bu jadval orqali ishlab chiqarish sohasidagi ishlab chiqarish ahvoli, yeni zakot, qanchalik yeni zakot kirdi, tovar bahasi, zapat mal, yollanma xodimlar, zakot mal topshirish, yeni eksport zakot qonuni va import ahvolini o'lchab chiqqani bo'ladi. Oshlarning hammani PMI degan bir jadval bor, shu jadval orqali ishlaydi. Shu orqali o'lchab chiqadi. Bu ishlab chiqarish normallikni ko'rsatib bergan bir muhim sonliq ma'lumot. Xalqaro yo'lga qo'yilgan umumiy iqtisodni kuzatish ko'rsatkichi sistemasining biri. Davlatning iqtisodiy faoliyatlarini kuzatish va mo'lcharlashda muhim rol o'ynaydi. Kapılmayışlar hemen talep kılıvatına. PMI'nin bu PMI dövlətlərin yaxşı yamanlığını bildirdi. Mən yuqur sözləb getdim. Onun nima məzmunlarını işçiga aldıq. PMI'nin yaxşı yamanlığının çigrasızlığı bolsa 50%. 50%də aşqanda iqtisadının kengayayotganlığını bildirdi. 50%dən tövən bolğanda iqtisadının kikrayotganlığını tushundirdi. Xitoyning PMI hozir 46, gayla 47ga tushib qoldi. Bundan 1% chiqib ketdi degan so'z yomonchiq chiqib ketgan bo'ldi iqtisodchi. Xitoy hukumat sonliq ma'lumotni ko'rsatishicha, Xitoy o'zining ko'rsatishicha 9-oyda Xitoy PMI ishki yeni eksport zakot qonuni
ana shu nurg'unning ichida birisi eksport zakaz taloni tejil tuallab 45 ga chiqib qoldi. Bu yamanchiq 5% chiqib ketdi degan so'z. Bu yamanchiq tushish bo'ldi. Yotmachilikdan boshqa kasblar jihatda yengil zakaz ko'rsatkichi 48% chiqib qoldi. Binakarlık faaliyet ko'rsatkichi 51,5 ga chiqib qoldi. Burun bularning binakarlık ya 70-80'di. Mülazibet kasbit ko'rsatkichi 51 ga chiqib qoldi. Bulardan Xitoy iqtisodiyotining qanchalik nacharlashganligini bilamiz. 8. Xalqaro uyumlik mulozimat shirkati Cushman and Wakefield bu bir cho'ng shirkat, xalqaro shirkat, uyumlik mulozimati shirkati. E'lon qilgan ayni dokladning ko'rsatishicha Şinjingni hammamiz bilamiz. Şinjingdagi oliy darajalik savdo ishxona binosining bo'sh o'rinda turish nisbati 30% ga yetdi. Bunday qilmasdan siz bir mehmonxona solsangiz, bir bino solsangiz, shuni bilsanglar bo'ldi. Agar siz shuni 85% ni ijaraga berib o'tsangiz, sizning kirimingiz va chiqimingiz tang bo'ladi. Uning yuqori sizga foydasi qoladi. 80%dan tuvan chiqib, 85% tuvan chiqsangiz, ziyonli tortadi. Maladiga 30% tuvanda ketdi, 70% chiqib qoldi degan so'z. Buning başı o'zingizga vayron bo'ldi. Amerikalarda masalan 80% chiqib qolsa asosiyatda vayron bo'ladi. Bular 70% chiqib ketgan gap. Undaqda u ash turninki foydalish nisbati 15% ginde. Ha, 15%dan aşağı bo'ladi. 85% bularning qizilsi o'sha sijiqi foydalanyapti. Har qanday mehmonxonaning ishxonlarning. Unda foyda chiqamas ekan. Yok be 30%, ya 15% degan yomonchiq foyda. Siz masalan 100 milyon ular degan milliardni dollarga masalan 1 milliard dollarni qaytsangiz 15% her yili 150 milyon dollar foyda topsangiz chiq foyda. Endi 1 dollarni sotib 15 ni topdi. Töven lekin aborti chiqqanda. Aborti chiq, aborti chiq. Başka adık mehmonxonalar qarang, aşilikda Arabiston sağanliq, Dubai sağan mehmonxonalarga 10 necha milliard dollarlik mehmonxonalarda. Mesela Beijing, Guangzhou, Shanghai. Bu Xitoylarning eng taraqqigan shahri. Bunda otamsiz? Ya bu aşpaz sahasida lag'manninki foyda qilish nisbati 40% deb anglagancha o'z vaqtida. Lag'man biraz agar yaxshi bo'lsa, lag'manning oshxonaninki. Başkanı onda bo'lishi mumkin. Lag'manga saykiti masalan shu Turkiyani hisob olaylik. Turkiya bir taqsa akun qancha yesam yaxshi lag'man 150 lira chiqdi deydi. Aqcha uning unga sayga hammasi ketganga masalan bir 50-60 lira kete. 60-70 qolgani foyda qoladi. Beijing, Guangzhou, Shanghai qatorliq shirkatlardagi savdo ishxona binosining bo'sh o'rinda turish nisbati 20% ishib ketdi. Bu Beijing, Shanghai'dagi bular eng nimsharda Cushman ve Wakefield bu şirketining mo'ljallashicha kelgusi bir necha yilda savdo ishxona binosining bo'sh o'rinda turish nisbati yanimo oshidi ekan hamda bu bir cho'ng yo'linishga aylandi ekan. Xitoy axborot vositalarining xabarlariga qaraganda umumiy iqtisod ojiz bo'lg'achqa chet el mablag'i bas-basda Xitoydan chekinib ketib boradi. Uyumlik bozorni kundan kunga qasatlashib ketib boradi. Xitoyning ko'p qism shaharlariga uyumlik bahosi tez suratda tushib ketib boradi. Hozir Gay shaharlarda uyni sotmaydigan, mush uyimni sana beray ol, endi mush pulni to'lab mansam bo'ldi deydi. To'lanmay berdik sizga, mush uy bo'ldi. Biroq men to'lagan bo'lsin, endi mushini sana beray. Guangzhou, Shanghai'da undaq uy intayin chiqgan. 9. Amerika New York davrining xabariga qaraganda Xitoy chegirachidagi umum qarshi GDP'ning 282%ga yetdi. Bunda ikkimiz masalan ikkimiz misol olsak, masalan men o'zimning barliq qirim, bütün uyimdagi hamma nimamni pulga chaqsam, bu mening pulim deb ma'qulim tutsam, unga moyaqga qarzi pulimni 10 qulim tutsam, va qarzi mening umumiy bütün pul qiymatimdan 282% yuqori degan gap. Ya ishib ketganda uni men götürib, bu dunyodagi taraqqiy topgan iqtisodiy gavdalarning o'rtacha nisbatidan ko'rinarli yuqori.
Xitay yerlik hükümetinin terzi devlet GDP'sinin 30%'ine yetti. Xitay taraqqiy qilayotgan 150 devletga 1,5 trilyon dollar qarz bergan. Afrikadagi. Bu pullarning qaytib kelishi mumkin emas. Hozir Xitoy buni eklemaydi. O devletlar bermaymiz deb. Iqtisodning chekinishiga ergishib ve yerlik hükümeti ve onun meblag yürüş-duruş orunları terzi ösümünü davamlı töleşke amalsız kılıvadı. Bundan kelip çıkan zincir siman inkas bolsa cemaat mulazimeti, davalınış tuğurtası, yaşanğanlar kütünüş pulu töleşke amalsız. Azı Xitaylar asas bulmadan bunu tölenmeye atıldı. Bu üç nersigen bir devletin asas nimesine cemaat mulazibetken bütün katlaş patlı bütününü kötüdü. Davalınış sigortasiga her kanda devletki en çok çıkımlı bunu. Azı bulan tölenmeye atıldı. Karzının üsümünü tölenmeye atıldı. 10. Amerika'daki Xitay okuvchilar kurgan Apollo axborot kori 2023 yılı 7. ayının 26. günü ilan kılgan makalının ko'rsatishicha Xitayning uyizmin kasbidagi küçük krizdeki Xinda, Rungshi, Shimo, Biguiyuan qatorliq darajadin tong şirketlerini o'z ichiga oladi. Bu şirketler hammasi veriyor. Hazır uyizmin uyumlilik deb o'xshashi, hazır uyizmin korxonalarının bütün meblağı qarzini to'lanmayapti. Bu bütün korxon banka hamma pulini sana berib o'tman deysizmi, Xindalar qarzini ham to'lanmayapti. Bu yükni ahiri banka üstüge iliş mecbur buldu. Banka qarzi berdi emasmi, to'g'rimi? Bunun neticesinde Xitay bu muamele sistemisi çokum ağır derecede veyran buludu. Yerlik qarzımı barğansırı çıkalmaz çoğun katqaqa pit bardı. Kuddi rak hücreyleri tarqalgandek hemme saha tarqılıp en ahırda bütün Xitayning iqtisodini yutuydu. Maqal shundoq yozdim men maqolni. Xitoy iqtisodidagi en ig'ir masala yoshlarning siz nisbati Xitoyning e'lon qilishi 21,3%. Xitoyda 16dan 24 yoshgacha bo'lgan nüfus 96 milyonga yetadi. Beijing Üniversitesi'nin profesörü Zhang Ben'den 16 milyon Tangpingzoni degan yiliq ish qilmay yetib olgan millatlar ayrıdı ular o'zi bir millatlar. Ishni qilmay ish qilsak baribir u pul ijaramizni to'lamaymiz deb. Kuni olmuş yaplash, yutlash, o'lab ketimiz deydigan odamlar shunda jiqqa yoshlar. Bularni Tangpingzo deydi. Tangpingzoning 16 milyon Tangpingzoni qo'shib yoshlarning ahvolini 46,5%ga yetadi deb ko'rsatdi. Buni degan odam Beijing Üniversitesi'nin profesörü Zhang Ben'den 46,5%'ga Xitoyda her ikki odamning birisi yashagan ishsizga. Bu bir odamni cho'chitadigan son ve nihoyatda qo'rqinchli ahvol. Masala. Bu bosh shtabi Guangzhouda bo'lgan sonliq ma'lumot axborot vositasi Datagu e'lon qilgan sonliq ma'lumotga asoslanganda Xitoyda 90 yıllardan keyin tug'ilgan yoshlar 175 milyonga yetti. Bunun içinde 86,6% qarzga chetilib, her adam o'rtacha qarzi 120 ming yuanga yetib. Mushu yosh 175 milyon yoshning har birisi oz deganda 120 ming yuan qarzga. Bularning iste'mol qilish iqtidori yo'q. Bu bo'lsa eng muhim yadroluk mesele. Va maqolni e'lon qilgan maqola Dato'ning oshkorlashicha Dataguning oshkorlashicha Xitoydagi eng bir cho'ng masala nüfusning qirishi. 2035 yilga borganda Xitoyda 60 yoshdan oshganlar 400 milyonga yetib, umumiy nüfus nisbatining 30%ni egallaydi. Xitoyning 2022 yillik bu muomala statistika dokladini ko'rsatishicha, bu Xitoyning o'zining ko'rsatishicha Xitoydagi oila qarzi kirim nisbati 124,4 ga yetgan. Sizning kirimingizdan nechasi ishib ketgan. Hamda tez suratda o'rlayotdi. Hozir tez suratda o'rlayotdi. Hozir nurg'un yerlik hukumatlar vayron bo'lish girdobiga berib qoldi.
Satqını bo'ladigan yerlarmi setilib bo'ldi va ahvoli texmi qiyinlashib ketib bordi. Yaşanğan tutunish puli cho'ng masalaga aylandi. Bu Xitoyning moliya besimini texmi ig'irlashtiryapti. 11. Xitoy Kamajno baş mahkamasi bu hesab Xitoyning shu ichidan topadigan Xitoyning Kamajno ashlarning to'rdali topgan materiallar jimi Xitoy Kamajno baş mahkamasi 2023 yılı 10. ayının 7. günü e'lon qilgan sonliq ma'lumotning ko'rsatishicha import eksport sonliq ma'lumotlarining tushish nisbati mutaxassislarning mo'ljallashidan ishib ketdi. Reuters agentligi, Reuters dunyodagi eng cho'ng agentlik bilasizlar, 18 iqtisodshunoslarga Xitoydagi 28 iqtisodshunoslarga ilib borgan tekshirish jarayonida erishgan sonliq ma'lumotga asoslanganda Xitoy importning tushish nisbati 6,8 dan yuqori bo'ldi. Bu bo'lsa Xitoyning sanoat materiallari, yemaklik va ihtimal buyumlari bozori qatorliqlarga bir qattiq zarba bo'ldi. Reuters agentligining aytishicha Xitoyning 7. oydala sodadagi 10 farqi 20,4 ga tuvallab, 10 farqi 21% ga tuvallab 80 milliard 600 ming dollar azaygan. Eksport nimizde? Eksport umumiy so'masi 282 milyard. Importi 202 milyard dollar tuvallagan. Xitoy xalqining iste'mol kuchi ojizlab ketdi. İste'mol bo'lmasa ishlab chiqarish bo'lmaydi. Bu Xitoy iqtisodini yomon xarakterlik aylanmaga yetaklab ketdi. Amerika ovozining tahlilda Xitoychini to'liq anglayman, bular naqih tahlilchilar bormi Amerika ovozi. Tahlilda mundaq deb ko'rsatdi. Mundaq deb ko'rsatdi. Yoshirin savdo va mablag' silish yuzlanishi Xitoy bilan G'arbning savdo munosabati uzun muddatlik tadrijiy yiroqlashganligini Rusyan tushundirdi. Chunki janmaslikka to'lgan yeni davri Amerika va Yaponiyaning Xitoy bilan strategiyalik sohalardagi savdo ko'rinishini azaytishga turtki bo'ldi. 2023 yil 8. 11. kuni Xitoy obzorchi Wang Chen Amerika ovozida shundoq dedi. Növbətdə Xitoy duch kelgan iqtisodiy krizisi ma'lum bir davri xarakterlik masala emas. Ham ma'lum bir sohadagi masala emas. Balki 80 yillarning oxirida Yaponiya 30 yil vaqtni yo'qotib qo'ygan mablag' qarzi jadvali ojizlab ketgan davrga o'xshaydi. 80 yildan burun 70 yilda Yaponiya Amerikani setib olgandek bo'lgan. Amerika qo'yib Onunki Yaponiya iqtisodi vayron bo'lib 30 yil asli kelinmagan. Lekin Xitoyning ahvoli texmi ig'ir va qabohatlik. Sharoiti texmi nachar. Navbatdagi iqtisod krizisi Xitoyning islohot etishdan keyin borliqqa kelgan cho'ng yaxshi vaziyatning oxirlashganligini irak berdi. Bu shayimiz Wang Chenning gapi. Bo'libmi Rossiya Ukraina urushi boshlangandan buyon xalqarada müşkül ahvalda kaldı. Bugün dünyada Xitoyni birinci strategiyalik rakip deb qaramaydiganlardan zodi qanchasi bor? Bu mening gapim. Mana bu men ilchi so'zlab kelgan Xitoy hayotlik krizisga duch keldi degan nuqta. 13. Germaniyada nashr qilgan Frankfurt Ommibop gazeti 9. ayda Xitoy iqtisodini nima bilan tutqizdi degan maqolda shundoq yozgan. Xitoy iqtisodi ig'ir krizisga ketib qoldi. Mayli ehtiyoj jihati bo'lsin yoki ta'minlash jihati bo'lsin, Beijing amalsiz qoldi. Ehtiyoj tuvan bo'lg'achqa Xitoy pul qis bo'lish qadamga kirdi. Yuqumli kasalliklarning oldini olish siyosati g'oyat zo'r moliya yukini paydo qildi. Uning ustiga
ilgiri mühim maliye kirim mənbəsi bo'lgan uyumlik kasbi hozir Xitoy iqtisodining uzoq muddatli ovorchiligiga aylandi. Burun uyumlik mənbə Xitoyni shunda ko'targan, hozir uyumlik butun vayron bo'lganiga trillion dollar hozir u uyumlik kasbi Xitoyga bir yuk bo'ldi. Nurg'un yerlik hukumatlarning qarzi ko'p bo'lg'achqa ehtiyoj jihatdan zo'r natijalarni qo'lga keltirish tez. Hozir qarzingizni to'lamasangiz, yani nima yengilliklarni keltira olasiz? Maqol yana shundoq yozdi. Iqtisodiy sistemlik masalaga pitib qoldi. Uyumlik shirkatlarining qarzi ko'paydi. Shahar qarzi ko'paydi. Banka va funda havolasi dard tortyotdi. Yerlik hukumatning kirimi shiddat bilan azaydi. To'y qilganlarning va tug'ilganlarning soni tez azaydi. Ommaning iste'mol kuchi shiddat bilan tuvalladi. Iste'mol buyumlari bozori shiddat bilan ozayib ketdi. Turmush lozimatligining bahosi shiddat bilan o'rlab, pul pahallik vaziyatini shakllantirdi. Bu Xitoy Germaniyadagi gazetninki obzorchisi yozgan maqol shuni chiqartib menga yozib berdi. Bu dünya derecede ixtiloshshunoslarninki obzorlari. 14. Birinci maliye iqtisod Xitoycha DSIJing deydi. Degan Xitoy axborot vositasi 2023 yili 8 ayning 22 kuni Xitoy iqtisod mutaxassisi doktor Zhao Jianning kim Jungodan ayrilishning foydasini ko'ryotidi degan maqolni e'lon qilib, yaqingi bir necha yildan buyon Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi savdo urushining ta'sirini tahlil qilib mundaq yozdi. Bu doktor Zhao Jianningki Amerika Xitoy savdo urushining foydasini boshqa davlatlar ko'rdi. Dunyo ta'minlash zanjirida Xitoydan ayrilish harakati bu davlatlarga foyda keldi. Amerika umumyuzlik mo'ljallangan uzoq muddatlik chekinishga ketib qolmadi. Faqat Xitoylar turg'uchi bo'ldi. Xitoy ikki masalaga xato hukm chiqardi. Birinchi, Amerika Federatsiya Zapas pul komitetining mablag' qarzi jadvalini yoritish va asliga akilish iqtidorini va taraqqiy topgan bozor egaligining xatarga qo'ygan kollektiv immunitet kuchini tuan chog'ladi. Bu degani bu Amerika qarzini Amerika krizisga tushsa birini qilolmaydi degan, lekin Amerikaning federatsiya jamiyati darrov jadvalni qilib pul mablag'larga Amerikani krizisdan qutuldirib chiqib ketdi. Ammo taraqqiy qilgan davlatlarni bir-biriga yordam qilib bu krizisdan chiqib ketdi dedi. İkinci mesele, dünya ta'minlash zanjiri Xitoydan ayrilish jarayonida nurg'unlagan Xitoyning ilgirki raqobatchilar paydo ko'rdi. Dünya ta'minlash zanjiridagi mablag', zakot, kapital, boylik, ixtisosliklar, kasb zanjiri qatorliqlar Xitoydan ayrilib boshqa davlatlarga ketdi va ketib bordi. Misoli, trillion dollarlik boylik Hong Kong ve Xitoydan Singapurga yetkilib ketdi. Singapur qilmay Hong Kongning xalqaro pul muomala markazi o'rnini qabul qildi. Sharqiy Janub Osiyo, Hindiston, Meksika va Kanada Xitoydan chekinib chiqqan kasb zanjiri va zakot qonunini qabul qildi. Meksika biroqla Amerikaning eng cho'ng savdo hamrohi bo'lib qoldi. Amerikaning qayta sanoatlashishga va ishlab chiqarish kasbga solgan mablag'i 2023 yili tarixiy yangi rekordni yaratdi. Demak, Xitoyga solgan zavodlar hamiz Amerika qaytib keldi deydi. Xitoyda 2023 yili 6 oydan buyon eksportning ishish sur'ati va chet el savdogarlarining bevosita mablag' selishi sijil tuvalladi. 9 oylik eksport sonliq ma'lumotida dollar bilan hisoblaganda eksportning tuvallash sur'ati 20% ga yaqinlashgan. Chet el savdogarlarining bevosita mablag' selish nisbati mushu asrga eng tuvan chekka yetdi. Chet el savdogarlarining bevosita mablag' selish nisbatining tuvallab ketishi texmo cho'ng yo'nalish xarakterlik ahamiyatga ega.
Chunki chet el savdogarlarining bevosita mablag' silish texmi uzoq muddatli yiroqni o'ylashni asos qiladi va dunyoning Xitoyning kelgusiga bo'lgan ishonchga vakillik qildi. Uzun muddatli salmagandan keyin chet el mablag'ini da'vatqini chet el mablag' solganda bularga uzun muddatli ko'z tutadi. Hozir Xitoyda ishonch yo'q Xitoyga. Dunyoning Xitoyga hech qanday ishonchi qolmadi. 15-chi Xitoy yerlik hukumatning qarshi qatma-qat, hatto hisobsiz bo'lib ketdi. Xitoy statistika idorasining sonliq ma'lumotiga asoslanganda, ben Xitoy o'zininkiga asoslanyapti. 2023-yili 31 yerlik hukumatning moliya qizil raqami ko'rindi. Birining qizil raqami ko'rindi deganda siz vayron bo'lish oldida deyingi. Mablag' kamchil bo'lgan o'lka va yerlik hukumatlar hukumat qaramog'idagi maktablarni setishga yo'l qo'ydi. Hozir nurg'un yerda xalqlar hukumatning maktabini setyapti, oldiganlar sotimiz deyapti. Jumla sotsa olaman deb pulni to'lanmay. Beijing Dashuaningki maaşını tölenmeyle Mautay şirketininki müdiri men boplaş malımının maaşını verme minesaj Beijing'daki müdiri kılsa makul dep aşını arak zavatının Mautay'ninkini şunun müdiri kıldı o yakında. Endi o gelip maaşını takıp veriyordu. 2023 31 yerlik hükümetin maliye rakmi köründü. Meblağ kemçil bo'lgan ülke ve yerlik hükümetler hükümet qaramog'idagi maktablarni setishga yo'l qo'ydi. Shaxsiy o'dgarlik to'xtamni qisqartdi. Hamda tutunish pul to'lash summasi tuvaldi. Nurg'un qayrlarning pulini bermayotdi. Ma'murlar va o'qituvchilarning maoshini azaytdi. Bu umumiylik azaytdi. Hatto universitetlarning maoshini taqsamayotdi. Mukofot tarqitishni to'xtatdi. Asosiyatda Xitoy mukofot, hatto tarqatgan mukofotni qaytarib berishga majburladi. 5 yil burun tarqatgan mukofotni qaytarib berdi. Xitoy yerlik hukumatlarining asosiy moliya manbasi yer o'tinib berishdan keladi. Bu umumiy kirimi neftining 30%dan yuqoriga oshdi. Xitoyda o'zining setilishi, yil tuvallishi bilen 34 ülke dercilik memur rayonlarının 27'sinin kirimi bir hallık tüvelledi. İkinci kirim bolsa yerlik hükümetinin payçak setiş. Bunundan yerlik hükümet terzi 2023 yılının ahırda 66 trilyon halk pulga yetti. Her ülke pay satıyı veremez mi? Halklar pay aldı onu, payını sattan tüylsöz buldu onu. Aldı tülenmek şu terzi 66 trilyon halk puluga yana 9,5 trilyon Amerika dollarga yetti. Bu Xitoy GDP'sinin 20'den köpüge baravar. Xitoyning yuqorqi qatlam amaldorlarimi 2023 yili pul muomala muqimligi duch kelgan eng chong tahdidlarning birisi yerlik hukumatning farzi ekanligini e'tirof qildi. Pulchiqimizda yerlik hukumatlar qarz sotavergan emasmi? Payni. Xitoy G'arbiy Janubiy Moliya iqtisod universiteti Kitning bir tadqiqotning ko'rshatishicha Xitoyda 50 milyon yurish uy qurish ekan. 150 milyon yurish uy qurish. Bundan Gollandiyadan bir 10 nasl jihodamlar o'tiradigan uy qurish ekan. Singapur Davlat Universiteti Sharq Osiyo tadqiqot o'rnining boshlig'i Bert Hoffman mundaq dedi. Xitoy fuqaroviy korxonalarining mablag' foizi 5 yil burun 9,3% idi. Bu yil 3,7 ga chiqib qoldi. 70% qisqardi dendi. Davlat korxonalarining foizi 5 yil burun 4,3 ga, hozir 2,5 ga chiqib qoldi. Xalqaro hisobot aniqlash bankasi Bank of International Settlement deydi İngilizce'de. Sonliq ma'lumotiga asoslanganda 2023 yilga qadar Xitoyning har darajalik hukumat va davlat korxonalarini o'z ichiga olgan qarzi umumiy GDP'sinin 300% ga yetgan. Abayqlar 286 degan bular 300% ga yetdi deydi. Bosh shtabi Nyu-Yorkdagi iqtisod tadqiqot shirkati Rhodium Group bu cho'ng shirkat.
mo'ljalishda Xitoyda faqat 20% shirkatning qisqa muddatli qarzni qaytarishga yetarli naqd pul zaposi bor. Xitoy shirkatining faqat 20% qarzini to'laydi. Qolganlar to'lanmaydi degan shu vayron bo'ldi degan gap. Xitoy Moliya ministrligi e'lon qilgan sonliq ma'lumotga asoslanganda yerlik moliya kirimi umumiy miqdori 2010 yildagi 7295 milliard 943 milyon yuandan 2021 yildagi 19.445 milyard 887 milyon yuanga yeshish nisbati 2,6% oshgan. Shunun bilan bir vaqtda yerlik moliya qarzimi 20 milyarddan 900 milyard yuanga yetib 4,7% oshgan. Sizning iqtisodning ishish nisbatidan qarz nisbati ishib ketganda davlat ilkidagi zamin filjish huquqini o'tib berish tudi ishlayim uchun deydi. 2010 yildagi 2910 milyard 944 milyon yuandan 2021 yildagi 7285 milyard 842 milyon yetdi. 2,9 bo'lgan. Bu deganlik davlat egiligidagi zamin ishlatish huquqini o'tib berish kirimi yerlik jamoat kirimining 72% egallagan. Shu yerlik hukumatning shu yerni o'tinib berishdan kirim qiladi. Hozir u kirim chetdaliklar chiqib ketgandan keyin hammasi yo'q bo'lgan gap. Shuning 70% kirimiz yo'q bo'lgan. Yana bir nuqtaga aytay, Xitoyning xalqaro iqtisod va diplomat munosabati texmo nacharlashdi. Buni men bir necha nuqtadan so'zlab o'tay. Xitoyda qo'shni davlatlar, kim Xitoyning qo'shni davlatlarini biz analiz qilib boqaylik. Xitoyning qo'shni davlatlari 3 lagerga bo'lindi. Ojiz va yimirlangan davlatlar. Masalan, Afg'oniston, Burma, Chaushyan va Pokiston. Qo'yiq munosabati bor, lekin Xitoydan qo'rqadigan, Xitoy bilan ham do'st, ham dushman holda turadigan davlatlar. Mongoliya, Rossiya va O'rta Osiyodagi davlatlar. Amerika bilan mudofaa shartnomasi imzolagan yoki harbiy hamkorlik bilan shug'ullangan davlatlar. Tayvan, Hindiston, Yaponiya, Filippin, Koreya, Vyetnam. Bu davlatlar bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy va savdo almashtirish tang-pong emas. Xitoy bu davlatlarga ko'p sotadi, oz oladi. Uning ustiga Xitoy iqtisodiy jihatda bu davlatlarni bo'za qiladi. Xitoyning bu qilmishi bu davlatlarning Xitoyga bo'lgan gumonini texmo cho'nqurlashtirdi. Angliyada nashr qilingan dongliq haftalik gazet iqtisodshunos inglizcha The Economist deydi. Ko'rsatishcha Xitoyning zamin masaladagi haddidan ziyoda qattiq bo'lishi, boshqa davlatlarga mushmining yarim deb turilishi, xohlagancha yoki majburlash xarakterli iqtisodiy siyosiy, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishini qo'llashi, qalash tortishdagi Janubiy dengiz xoda toshlarida 7 mustahkam sun'iy orolni barpo qilishi va Hindiston chegarasida pat-pat shug'ullik qilishi qatorli qilmishlari qo'shni davlatlarning Xitoyga bo'lgan munosabatiga tahdid qilib kelyotdi va nurg'un davlatlar Xitoyga bo'lgan hushyorlikni oshiryotdi. Niminki bosh maqolni e'lon qildi. Misoli, Yaponiya yangi bexatarlik strategiyasini ma'qullanib 2027 yilga borganda davlat mudofaa rasutini bir narsa oshirishga va'da berdi. Hamda Tayvan masalasida Amerika bilan hamkorlashib, Amerikaning ittifoqdoshlari va boshqa Xitoyning qo'shni davlatlari bilan bexatarlik hamkorlikni kuchaytirdi. Filippin Amerikaga o'zining 4 yangi harbiy bazasini ishlatishga yo'l qo'ydi. Vyetnam harbiy ishlarda Amerikaga yaqinlashdi. Hindiston Xitoydan kelgan mablag' silishni cheklabla qolmay, Xitoyning aflarini chekladi. Hamda Xitoy korxonalariga boj
tekshirishni qanot yoydirdi. Koreya Amerika bilan bo'lgan ittifoqni kuchaytirdi hamda Yapon bilan bo'lgan uzun muddatli ixtilofini bir chetga qo'yib qo'yib, bu ikki davlat yana Amerika lageriga birlashib kirib, Xitoyning Yaponiya, Koreya ta'minlash zanjiridagi rolini azaytdi. Nepalda Xitoy va'da bergan bir balvoq bir yo'l turini tamomladi. Ammo buni dedi. Malayziya tannarxi ziyoda yuqoriga deb Xitoyning bir necha mablag' silishdan voz kechdi. Ben olmadı. İkincisi, NATO 2023-yılı 7-11 günü Litvaniyada rahbarlar yığında axbarat ilan qilib, Xitoyni azaldan en qattiq ayıplab mundaq dedi. En qattiq ayıbligində Xitoyning aniq ko'rsatilgan qora niyat va tahdid xarakterli siyosatları bizning manfaatimiz, bexatarligimiz va qimmatimizga jang e'lon qildi. Xitoy qo'r olam bo'shlig'i aralashma başqa tangsiz tahdidlarni yo'lga qo'yibla qolmay, hamda yangidan gullanayotgan va buzg'unchilik xarakterlik fan texnikni yomon g'arazda qo'llanib, Rossiya bilan strategiyalik hamrohlikni kuchaytirib, qoidani asos qilgan xalqaro tartibni og'dirib tashlashga intilyapti. Xalqaradan buningdimi çok ayıplash bo'lmaydi, buni aytib. Üçüncü, Yaponiyada nashr qilgan Iqtisod Osiyo Obzor Nikkei Asian Review dedi. Haftalik gazetining aytishicha, dunyo bo'yicha ikkinchi o'rinda turadigan Amerika kompyuter zavodi HP degan ma'noga, HP Uyg'urcha EP deymizda, HP neçe milyar soda ve aile işletilen laptopun işlep çıkışını Xitoydan Tayland'a ve Meksiko'ya yütkepti. Bu HP'nin rekabetçisi Dell diye bana. DELL demişler. Bir kadar keskin planını yolga koygan. Yana barlıq mahsulatlarda işlep çıkargan çipni Qo'xti tidiganligini etdi. Hamda Xitoy ishlab chiqargan elektronlik detallarni zo'r darajada azaytdi. Va bu ishni qisqart. Va H degan Hewlett Packardga ikki harbiydan qaytgan odam o'zining garajda batareya yasashdan boshlab, hozir dunyodagi eng chong mushaylaqi mulozimat sistemalarni yasaydigan qancha bir 50-60 milyar dollar shirkatga aylanib ketdi bular. Uyning bir garajdan boshlab. Bu shirkat masalan Unix deydi, dunyodagi chong shirkatlarni ham dars o'tadi, ham bir maktabga aylanib, maktabi bor. Men idoraman mush maktabning bachkinishkisini men olgandim. Men Dell degan kichik bola. Bu bola to'liqsiz birinchi vaqtida kompyuter yasashni yaxshi ko'rdi ekan. Kompyuter yangi chiqqanda kompyuterni yasab qo'shnisiga setib 200 ga pay deyotganda, voy bu yaxshi ishga deb u bola shuningdek kompyuterni yasab, u qo'shnisiga setib, va eng oxiri mushning bilan bu bolaga shunday bu shirkat qurib, hozir bu 20-30 milyard dollarlik cho'ng kompyuter yasaydigan shirkatga aylanib ketdi. Va patlamış hikoyalarni qilib qo'yadi. 1 minut turdi. Bu tevekkulchilik ro'yiga boy insonlarga Amerikaning muhitini yaxshi ekan. Shu deyman qo'shlar Yevropalar bilanmi shu Amerikaga yenib keldi. Yevropaga qaraganda barobarlik deb haqlar pul bermasda bojni shunda jiqog'a oldik. Undan keyin unda bo'lganda boy bo'lish tashda Amerikada qanchalik boy bo'lsang bo'l degandiki fursat berdi. Boy degan boy bo'lish kerak. Boy bo'lmasan gadoy bo'lsang gadoy bo'l deydi Amerika. Sen yulaydigan ish yo'q. Yani cho'kib ketmaydi, ammo bakın uchib parvoz qilmoqmasan emas. Shundoq. Amerika 2018-yildan boshlab Xitoy bilan savdo urushni boshlanishni bir sababi, shu boshlanishning bir sababi Trump hukumati, Trumpni bilmasqa oldingi Amerika prezidenti. Trump hukumati Xitoy iqtisodiy qiyinchilikda qolganligini hukm qilgan. Shu vaqtda Trump Xitoyning bu degani iqtisod yolg'on, bu hammasi yolg'on deb turgan. Xitoy iqtisodshunos Shang Sungzu oshkorlashicha 2018-yildan keyin Xitoy GDP'sinin eshish nisbati aran 1,6% bo'lgan. Ba'zi Xitoy iqtisodshunoslar
Xitoy GDP'sinin ishish nisbati manfiy deb mo'ljallaydi. Bu Trump deb o'qiymiz Uyg'urcha. Trumpning 2019-yili 10-oyning 21-kuni ichki kabinat yig'inida Xitoy GDP'sinin ishish nisbati manfiy deb mo'ljallashi bilan birdek. Shu vaqtida Trump ya endi u to'ng savdoga bo'lgandan keyin hamma analiz qilib Xitoyning GDP'si oshmadi, tuanga qarab tushib ketib bordi deb shu vaqt mo'ljallagan. Bu Xitoy iqtisodining halokat girdobiga yetib kelish hozirlar paydo bo'lmaganligidan darak beradi. 4. Amerika prezidenti Biden 2023-yil 8-oyning 9-kuni ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib, Amerika korxonalari va shaxsiylarning Xitoyda sazgur fan texnikaga mablag' silishini chekladi. Bu yerim o'tkazgich, kvantlik hisoblash va sun'iy aqldan iborat 3 cho'ng soni o'z ichiga oladi. Bunun orqali Amerika avlodlar harbiy yenglik yaratishda intayin muhim texnikani qo'llaydiganligini bildirdi. Biden ma'muriy buyruqda mundaq deb ko'rsatdi. Xitoy umumyuzlik uzoq muddatlik strategiyani yo'lga qo'ydi. Sazgur fan texnikaga va mahsulotlarning ilgirlishiga yetakchilik qilyotdi. İlgiri sürüvatıdı ve kollavatıdı. Bu texnika ve mahsulotlar Xitoyning harbiy ishlari, axborot, nazorat qilish yoki taraqqiyotida intayin muhim bo'lgan kor iqtidorni o'stirdi. Xitoy ilg'or fan texnikasini tadbiq qilish, erishish va yutkash orqali harbiy ishlarda yetakchilik o'rinni amalga oshirmoqchi. Biden'ın ama davetini Xitoy chip ve mikro elektron, kvant uçur texnikasi ve sun'iy aql jihatda Amerikaning davlat bexatarligiga zo'r darajada tahdid soldi. Bu ma'muriy buyruq orqali Xitoyning eng ilg'or texnikaga erishib va ilitib Amerikaning bexatarligiga tahdid solishning oldini olish. 5. Her işten çıkan sözler ötükide Amerika Xitoyga kutub adı bu kutub o'ttirski harbiy Amerika bir g'arb Amerika bir kutub aldı, Xitoy Rossiya bir kutub aylandi. İki kutub o'ttirski harbiy kuch sınashlar keskinleşiyotir. Amerika bilan Xitoy bu yili Hindiston Tayvan rayonida o'zlarining ittifoqdoshlarini yig'ib bir qadar harbiy manevrlarni qayta qanot yoydurdi. Bu harbiy manevrlarning ritmi zich, ko'lami misli ko'rilmagan holda ilib berildi. Harbiy mutaxassislarning analizida Amerikaning Hindiston Tayvan rayonida harbiy manevrning soni va murakkabligini davomli kengaytirishdagi maqsadi ittifoqdoshlar ora mahsulotchanlikni va mashg'ulotchanlikni kuchaytirish va Xitoyning Tayvanga qurolli hujum qilish niyatiga tahdid silish. Lekin Xitoyning ig'vorgarchilik qilmishi va urush strategiyasini o'zgartirish noit emas. 2023-yili 7-oyning 20-dan 23-kunigacha Xitoy Rossiya paraxod atirti Yaponiya dengizining o'rta qismida dengiz usti strategiya yo'l bexatarligini qo'g'dash markaz qilgan manevr o'tkazdi. 2023-yil 7-oyning 20-dan 23-kunigacha Xitoy Taylandiya havo armiyasining birlashma vaziri Taylandning Ulung havo armiya bazasida o'tkazildi. Bu mashqda Xitoy qirg'uvchi aeroplan, qirg'uvchi bombardman aeroplan va oldin signal berish aeroplan, yer bo'shliq boshqarilgan bomba qatorliqlarni ishga soldi. 2023-yil 7-oyning 21-dan 2023-yil 8-oyning 4-kunigacha Amerika va Avstraliya yetakchiligida Fiji, Kongo, Germaniya, Angliya, Fransiya, Yaponiya, Koreya, Indoneziya, Kanada, Finlandiya qatorli 13 davlat va 30 mingdan ortiq harbiy xodimlar qatnashgan manevr ilib bordi. 2023-yil 7-oyning 5-dan 2023-yil 7-24-kunigacha Amerika, Avstraliya, Angliya, Kanada, Finlandiya, Fransiya va Yaponiyadan iborat 7 davlat
urush tayyorligi manevr o'tkazib 70 dan ortiq aeroplan va 3000 dan ortiq havo armiya xodimini ishga soldi. Bu Amerika boshliq qo'mondonlik shtabining tarixdagi ko'lami eng cho'ng to'liq chastotilik notli urush tayyorlik munosabati bo'lib 5000 kilometrni kesib o'tib Hindiston Tayvan rayonida o'tkazilayotgan 5 başqa harbiy manevrlar bilan birlashtirilgan 15 dan ortiq birlashma qism xodimlari birlikka ilib borgan harakat. 2023 yil 7 ayning 5-dan 2023 yil 7 ayning 24-kunigacha Amerika bilan Filippinda quruqlikda urush qilish atirtining aviatsiya jihatdan yordam berish faoliyatini ilib bordi. Bu manevrda haqiqiy o'qitish, ikki taraf havo bo'shliqda tuyuqsiz zarba berish, oydirimni tortib olish qatorliq harakatlarni o'z ichiga oladi. 2023 yili 7 ayning 2dan 2023 yil 7 ayning 21 kunigacha Amerika bilan Filippin yana birlashma manevr o'tkazdi. 2023 yili 7 ayning 5dan 2023 yili 7 ayning 24-kunigacha Amerika, Yaponiya, Fransiya qatorliq davlatlarning armiyalari bilan birlashib Yaponiyaning Tinch okean rayonidagi nurg'un joylarda manevr o'tkazdi. 2023 yili 7 ayning 16-kuni Amerika, Koreya va Yaponiyaning armiyasi birlashib Yaponiya, Koreya o'rtasidagi xalqaro suv rayonida 3 taraflik boshqarilgan bomba mudofaa manevr o'tkazdi. Washington Posta gazetining 2023 yili 7 ayning 29-kundagi xabariga qaraganda Amerika havo harakatchan qo'mondonlik Air Mobility deydi. Harakatchan qo'mondonlik shtabining qo'mondoni Michael Minihan 110 ming askarni 2 yil ichida Xitoy bilan urush qilishga tayyorlik qilishga buyruq tushirgan. 21-asrdagi Osiyo harbiy hozirlikqa musobaqasi Corbett'ning 21st Century Asian Armed Race deydi. Bitining qurg'uvchisi Filippinda turishliq Janubiy Osiyo harbiy tahlilchi Miguel Mirandaning Amerika ovoziga aytishicha, Amerika harbiylari Osiyo rayonlarida ittifoqdoshlari bilan birlikda nasib qilayotganiga necha 10 yil bo'lgan tajribaga ega. Hozir 5-avlod kurashchi aeroplan qatorliq texmo yangi texnikalar kirgizildi hamda texmo keng strategiya qurildi. Hozir Amerika ular bilan necha 10 yillik tajriba ega. Hozir texmo yangi 5-avlod urush aeroplanlarini kirgizdi deydi. Tokyo Xalqaro Xristian diniy universiteti siyosiy va xalqaro tadqiqot oliy professori Stephen Naga Amerika ovoziga mundoq dedi. Amerika va uning ittifoqdoshlarining bu harbiy manevrlarni o'tkazishdagi maqsadi Tayvanni majburiy birlikka keltirishga urinmasligiga nasihat qilish. Tayvan bo'g'uzi rayonning hozirgi ahvolini saqlash va tinchlik muqimlikni mustahkamlash hamda Tayvanni nurg'un davlatlarning davlat manfaati deb qaraydiganligini tiklash. Men eng oxiri men odat bo'yicha men xulos so'zib o'tayin, savol bo'lsa, so'nglar, xulos so'z. Xitoy taraqqiyoti 5 cho'ng kamchilik bor. Xitoyda 5 cho'ng kamchilik bor. Birinchi, yuqori texniklik motorni ishlab chiqara olmaydi. Aeroplan motori, aviamatkining motori, dizel motori, avtomobil motori qatorliq yuqori iqtidorli, yuqori sifatli, ishonchli yuqori motorlarni yasamaydi. Xitoyning aeroplan, parxod hamma motorlari chetdan kirgan. Bularga mablag' solaman, debmi mablag' sololmaydi. Birinchi kamchilik. Ikkinchi, Xitoy asosiy mahsulotni 50% import qiladi. Chunki o'zlarining materiallari bundaq mahsulotlarni ishlab chiqarishga yaramaydi. Olam qatnashi, mashina va ig'ir uskunalarni yasaydigan kuchli va qattiq po'latni ishlayolmaydi.
Beşinci, rəqəmli kontrol qılğan Stanokini bilmez ko, elə çoğun başınlarını kıldırıp manguldu. Stanokini yasanmaydı. Dördüncü, uçur texnikasına zörür qattiq detal, yana çipni işləyənməydi. Kelgüsüdə insanlar cemiyetindeki her qandaq kəsib rəqəmləşiş və əqli iqtidarlışqa yüzleşidir. Bu çipten ayrılanmaydı. Bununla məbləğ salımen deyisimi salamaydı. Həmin çipni aylıqı aldığım günü mən məvəliq akıl iqtidar şunaslarının söküntünü aldın deydi. Yani 10 yılın içinde koçularda biz rəqəmlik garajdalarını görmeseydi. Koçular gayrılmış bizim okşaşlar. Rəqəmdə adamlar menip жүрген, biz okşaş tanımaya kalsa okşaş koçular menip жүрген, ulanı rəqəmlik garajdalar dep at koyuptu. Onu yani 10 yılın içinde çıkıdı deydi. Bazarlar bir adamlar körsek 10 yıl kaldı deydi. Robot mu ya normal adam mı? Şu robot. Hem lekin ular o'ylayoladi, so'zlayoladi, o'z o'zini ish qila oladi, falan qila oladi. Hammani bila oladi, o'zining mingisi bor. Robot degan program bo'yicha o'zi bir ishlarni qila oladi. 5. Biyologiyalik dora va sayya uskunlarini ishlayolmaydi. Xitoy ishlayotgan shu doktor soatga uskunlar asos chetdan kirgizgan. Asosan import qiladi. Bu 5 texnikinin qanda əhmiyyəti var və Xitay nima üçün işləyənməydi, bu Xitay iqtisadiga qanda təsir göstərdi. Budakı leksiyada bir az təfsil ötdüyüz. Mən bu işin ulab yəni bir 50% təyərlap buldum. Məsələn biz Amerikalar, Avropalar Xitayga texnik cəhətdən cəza bədi deyil. Zadı qandaq cəza bədi, qandaq texnik cəza bədi. Onu Xitay nimişki işləyənməydi. Bəyən cəzanı, üskünlərini bir sözləb ötüğe biriminde təyəlap koydu. Ata 50% tüydü. Xudayım bursa, yani bir 3 yapı keysem tüyep kala şu an toxtayımız. Amerika hazır Xitayını asaslıq rekabetçi dep düşman Katarda kördü. Biden prezidenti bolğan deyimken Amerika Xitayga 3 tarafdan zərbə verdi. Birinci, Yaponiya, Koreya ve Tayvan'ı üzüge tartib, çip stratejiyasını kullanıp Xitayga yuqori dərəcəlik məhsullatlarını eksport qilishni to'xtatdi. Xitoyning yuqori dərəcəlik məhsullatlarına chip ishlatdi. Amerika chipni cheklash strategiyasini yo'lga qo'ygandan keyin Xitoyning yuqori dərəcəlik məhsullatlarının eksportları ig'ir zarba yedi. Chip bo'lmagandan keyin ishini ishlamay, shunda ishini eksport qilolmaydi. İkinci, Hindistan ve Şərqi Janubiy Asiya əllərini özüge tartib eksportdaki o'rta ve tön dərəcəlik bazarını tanışıvatıdır. Tön dərəcəlik bazarını tanışıvatıdır. Bu Xitay iqtisadiga zərbə berib qalmay, Xitayda zor miqdardagi işsizlikni keltirib chiqadi. Bunun orqali Xitayda keng ko'lamda işsizlikni keltirib chiqish, bularni hamma boshqa davlatlarga yetkazish. İkinci, Xitoyning uzun muddatlik jazo qo'llandi. Xitoyning 100'den artıq karxanalarının məhsullatlarını hər qandaq gavdinin setib ilişini çəkledi. Kim setib alsa şunu cazaladı. Mesela Avrupa devletleri satı. Asan al, mən bilə sot qılmaysa əldəydi Amerika. Şunu açdaq toxtat. O da sizlərlə çipni yasaydıqan maşinasılar şirkətini. Amerika, kildən qıl, mən yumuşaq detalını bəlməyim dedi. O dünyada en çox çip yasaydıqan şirkət şunda Xitayı toxtatdı o həmini. Bu çekilgen məhsullatlarının sütü yaxşı ve bahası ərzan bulsun eksport kılanmaydı. Aşında bunun heç az eksport kılanmaydı. Bunun bilen Xitayning eksportu, bulup tərəqqi tapqan dövlətlərə bulğan eksportu ig'ir ziyonga uçurdu. İlgari Xitayning birinci çoğ savdo sheriki Amerika, ikinci çoğ savdo sheriki Avropa idi. Tərəqqi tapqan dövlətlər Xitayning eksportunu tərəqqi tapqan dövlətlər Xitay eksportunun mühim noktası idi. Hazır Amerika 4-ci, Avropa 3-ci çoğ savdo şerikiga tushib qoldi. Meksika Xitayning o'rnini ilib Amerikanın birinci çoğ savdo şirketiga aylandi. İlgari sherikiga aylandi. İlgari Xitoy Amerika bizden ayrılanmaydı.
bizning mahsulotlarimiz bo'lmasa yaşanmaydı deb o'yladi. Hozir Xitoydan ayrilsa Amerikaga ancha cho'ng ta'siri yo'q ekanligi isbotlandi. Shunda qilib Xitoyga ikki narsa ajallik zarba berdi. Biri uybilik, yana bir eksport. Shuning bilan meningki bugungi nima oyoqlash degan savolinglar bo'lsa javob beray, bo'lmasa oyoqlashtirsak. Men lekin budaq shirkat nimada masalanga buna texnik jihatda shunda jazo berdi deymiz. Qanday texniklar jazo berdi? Konkret texniklarni, zavodlarni men mushta hisoblab, Amerikaga Xitoyga bergan konkret texnik jihat 120 da aşıdı. Men bir 20-30 neslarga chiqarib, men mani Xitoy ishlaymaydi, nimish ishlaymaydi bir ko'rsatib, shuni o'tishga 50% yani bir 3 hafta tayyorsan tugadi. Xudoy buyursin. Allah ajr bergin. Ajrlik bo'lg'aysiz. Darvaqa shu iqtisodiy masalasini Xitoyniki nihoyat davolg'uchisiz bo'g'ilayotganligi, cho'kish xarakterlik ziyonga qarab ketayotganligini ilgari surayotgan, ta'kidlayotganligi hali bor ekan. Sizningcha Xitoy yana qanchalik bardoshlik bera olishi mumkin? Endi qarang, bu Xitoychi bunday iliqi burunqi Chungyun degan Xitoyniki eng Xiaopingning eng yaqin bo'lganidan bir gapi bor. Bizning nayt yaxshi xalqimiz bor. Ular arzimaydi, ular isyon ko'tarmaydi, ular qilmaydi. Xitoy vayron bo'lganda hali Xitoylarning bir gapi bor. Kimning gapi? Xitoyda xotin bolasini sitib jamba qolsa isyon ko'tarmaydi deydi. Shuning uchun masalan burun isyonlar Xitoylarning tarix isyonlar hammasi xotin bolalarini qizlarini sitibmi jamba qolmagan isyon ko'targan. Shuning uchun Xitoylarning xalqini qancha esa bu xalq ma'qul deb ketgan isyon ko'targan bu bir qulluqda yashashni xohlaydigan davlat qora. Ya'ni bu bardosh beradigan chidamchilik berib Amerika o'zini yeb men sizlar suhbat qo'ydim. Xitoylar odam yeydigan nima madaniyatni so'zlagan so'zlaymiz. Odam yeb o'zini ketaverdi. Masalan, burunqi Dayuejing cho'ng sakrash harakatimi hozir 40 milyon odam yez bo'yicha ochlik o'lib ketdi. Hech kim isyon ko'tarmaydi. Bu Xitoy intayin nacharlashib, nimib ketdi, vayron bo'lish iqtisodiy. Bularga vayron bo'lib yashagan davlat vayron bo'lib ketdimi, ozg'indagi odam yashab ketaverdi. Xalqi isyon ko'tarmaydi bu odam bu davlat. Bir-birini yeb bo'lsa-mu ketaverdi, ashundaq bir davlat emasmi? Buningda shuning uchun bu hozirgi Xitoyning ilgari surish iqtisodiy yo'qaydi. Bu degan xalqaroliq narsa bu. Banka soldi Hong Kongning butun iqtisodi Singapurga yutilib ketdi. Xitoydan shirkatlar asosan chekinib chiqib ketdi. Bunda iqtisod degan bir vayron bo'lgandan keyin siz uni burungi asli ekanmingizga intayin keyin. Chunki Xitoyning iqtisodiy g'arbga o'xshash texnika, yenglik yoritish, malni bo'lmagan. Uy silishdan taraqqiy qilgan, mablag' silishdan taraqqiy, uyimlik mablag' silishdan taraqqiy qilgan. Uyimlik degan narsa qarang, bir binoni silib qo'ysangiz, bu binoga shunda xaridor bo'lsa sizga foyda zo'r bo'ldi. Xaridor bo'lmagandikilar bu bino degan pul yeydi. Ben dedim 85%. O bina degan quruq turib banimiz yeydi. O binalarga Amerika Xitoyda asosiyatdan butun yerlar Alvas shahri, Jin shahri deb qo'ydi bo'lib ketgan. O binalarga uy solganda milliard trillion dollarni bankalar qarz berdi. Endi bular qarz to'lamagan hammasi bankaga o'tib ketadi, shunlar banka vayron. Iqtisod vayron bo'lsa-mu, xalqaro iqtisod intayin nacharlashib ketadi xalqlarning turmushi. Nacharlashib ketadi, lekin uning ichidan Xitoylarda isyon ko'tarib bir ish bo'lishiga ancha ko'zim yetmaydi. Hadi burunqi vaqtlarga o'xshamaydi. Burunqi subo'y davrlarida bir ishi bo'lsangiz, mavzudan inqilob qilganda tog'ni o'tib qechib chiqib ketasiz. O'sha partizanlik urushi hozir unda qechib chiqadigan tog'im yo'q. Hamma yoqda zamonaviy urush texnika bo'lib ketganki, butun odamni kuzatib bo'lganki, qochadigan unda isyon ko'tarilgan. Hozir uya-buya ishchilar darvozlarni urdi, uya-buyalar chaqadigan ishlar bo'lyapti. To'g'rimi? Xitoylar uya-buya namoyish qildi. Bo'lgan namozni bosib qo'ydi, tugdi. Endi Xitoy shu o'tgan shu lager boshlanishdan oldin keyinda shu bir belbog' bir yo'l
ismi bilan dunyoga mablag' silib, nurg'un davlatlarni qarzdor qilib qo'yganlik to'g'risida ma'lumotlar bor edi. Bugungi oldingi sizningki taqdim qilgan programmalaringizda Xitoyning iqtisodiy chekinish bo'lganligini bugungi programmada DGP'siniki tushib Xitoyning eng cho'ng qarz davlatiga aylanib qoldi dedingiz. Undaqda burun salgan mablag'i qaytib kelmaganlikdan bo'ldimi yo bu hozirgi bu ya'ni qanday tushish bu yoki bu Turkiyaniki o'xshash pul paxalliqidan kelib paydo bo'lgan ishmi? Bunlarda bir neçeden qara. Biri virus degan bu Xitoy bilan eng muhimi Amerika Xitoyga boshlagan savdo urushi, ayrilish. Ayrilish bo'lgandan keyin sizga mablag' selish yo'q tugaydi. Mablag' Xitoyniki iqtisodni harakatlantirish uchun mablag' selishdan keldi. Chet elliklar chiqib ketdi. Bu chet elliklar chiqib ketgandan keyin qarang zo'r darajada korxonalar bekor bo'ladi. Bu korxonalar bo'lgandan keyin ishchilar ishsiz qoladi. İşçiler işsiz qolgandan bular pul yo'qaydi. Pul bo'lmagandan keyin iste'mol tugaydi. Iste'mol tugmagandan keyin texmi bu birinchisi bu bundan bo'ldi. Undan keyin iste'molchilar bo'lmagandan keyin uy-mulk sog'an uylar qurib qoldi. Buni sotanmaydi. Shunda bankning qarzini to'lanmaydi. Undan keyin bu chet elga eksport qilinmaydi. Bu nimani chip bo'lmagandan keyin nurg'un Xitoyning nurg'un chet ellardagi masalan bu telefon, Hindistondagi 60% telefon Amerikadan Xitoydan kiradiki. Bunda aytganda Xitoyda Hindistonda 500 million telefon Xitoydan kiradiki. Hozir cheklayotganki yo'q. Hozir Amerikaning chiplari 2-3 ga chiqib ketdi. Ilaqa inchiknalari Xitoyga 14 ta. Yaqında elə Huawei yasaganımı 7-deydi. 7 degan Amerikadagi hozir chiplar bilan hisoblashni elə aeroplan bilan ko'ti karvon selishtirgan o'xshash narsa. Shunda bu Xitoylar chip bo'lmagandan keyin bu ilaqa ilg'or mollarni ishlayolmaydi. Ishlamaganda eksport qilinmaydi. Uyumlik tugdi, uyumlik qadri bu kinotepe ichivergandan keyin eksport tugdi. Undan keyin Afrikalarga 1,5 trillion dollar sağan məbləğini Afrikalar hozir uni bermaymiz emas. Sen bizning muhitimizni buzib etding. Buning bütün muhitiga yana trillion pul to'ladi. Bu yer sağan şirketler, məbləğlar shunday qoldi. O şirket degan bir tömöteslek aylandı, zavodmi tömöteslek aylandı. U yer ishlaydigan odam yo'q. Uning məbləğ salanmaysiz, unda bo'lganda ulan tugdi. Bir belvaq bir yolmu nurg'un yerlar asas Yevropaga bag'ash u yo'l uzilib ketdi. Iqtisodga hammasi mushta bo'lgandan keyin davlat ishidagi xalqning kuchi iqtisod ketib kuchi ozayib ketdi. Hozir masalan muallimlarning maoshini berolmaydi. Beijing dashiyaning o'qituvchilar maoshini berolmay, Maotay Gungsiningki boshlig'i meni mudir qilsam, men maoshini o'qituvchilarning maoshini bermasam ma'qul deb mudir qildi. Bu hozir bir cho'ng xabarga aylangan. Shunda maosh beramikanki iste'mol yo'qaydi, iste'mol bo'lmagandan keyin ishlab chiqarish bo'lmaydi, ishlab chiqarish bo'lmagandan keyin mollar hamiyat besilib ketadi, mollar besilib ketgandan keyin zavodlar vayron bo'ladi. Bunga ishsizlik keldi. Ya'ni Xitoyning hozir Xitoyning iqtisodining tushishi asosan tashqi aloqa diplomatiyasining buzilishdan paydo bo'lganligi g'olibroqda. O g'olibroq. Çünkü Amerikaninki Amerikaning iqtisodini qarang, bu Yahudilar boshqaniki bu Yahudilar degan yomon xalq bu iqtisod boshqarishda. Shu eng ojil nuqta chip ekanligini bildi. Chip bilan boshladi. Chipni tutgan bundan keyin butun narsa chip qarang. Ben bu da chip degan nimani Xudoyim burada tushuntirib o'tib ketay. Chip degan hamma narsa bizning qiynimiz hozir sanoatning qiyni. Ama yakında Avrupa'da Xitoyninki mashinsozlik sohasiga kirish biroz tiz bo'ladi. Mashinalarni oburt qildi. Siz taraflardan shunday bo'ladimi? Bu iqtisodiy nimasiga ta'sir ko'rsatmayotgandek, balki gullanayotgandek bir tuyg'u bu mu ko'pikmi ya? Ya bu amaliyot aylandi. Aynen maşinlerinin qarang o Avrupaga aldı nayet çift suratlı kirib ketib bardı, to'g'rimi? Uning bahası, o maşinlarning texi nimasi sifati ko'rinmaydi. O nayet çünkü o bahalar boshqasiga qaraganda Xitoyning kirayotgan mashinasining bahası nayet tuvan. Jiq tuvan. O tuvan bozordan alanda burunmi kirib baqqan o Xitoyning mashinasi chip bo'lmagan yiliq bozormi? Hech o'tmay yo'qolib ketdi. Burun Xitoyning xalqaro bozor kirib baqqan buning sifatiga ko'rinmaydi.
Yani Yaponiyada bunda buluşu mesela bu da meni o Norway, Denmark'la bağa vaxtın qarnı ulada ma yan 2 yıl degen 2025 bağan deken Denmark'la Copenhagen'larda 2025 yıl tartib şehir içige elektrik. Tok maşinini kirgizge başka neft maşinini kirgizmeydi. Müşahidin başlıdadır bu gepler. Bunda bo'lgan ekan, mashina olman deydi. Mashina nerede? Erdem maşini izlaydi. Bu Xitoyning mashinasi bir ish kuchlidiganlar menimcha hozir iqtisodshunoslarning deyishicha buni chipni dadin qilsiz. Shu Amerikaning chiqqanda bular acil chiplar bilan yasalgandiki arzon. Mesela guldura xuddi hozir mesela Amerikada bozor borsangiz Xitoy mollari asosiyatdan qolmadi. Erzan sifatli ma menimcha bir 2 yildan keyin xalqlar qaytib keldi bu bozorniki. Siz bir mashina olsangiz masalan bir 2 yil vaqt buzilsa uni qayerda yasaysiz, qanday yasaysiz? O Xitoyning o erzan chiplari o Yevropada yo'q, uni ishlatmaydi. O çünkü hozir tok mashinasiga butunlay chiplar bo'lgan gap burunqidek motori yo'q, motori yo'q, almashtir ichidagi asbob hech nimasi yo'q uningki. Batareya bilan mangdi. Batareyaning materiallarini Xitoy ishlayolmaydi. Bunun içindeki nimeleri bütünler çip batarya bilen boğandı ki bir 2 yıl dikili bölündü. En çok batarya zaten Xitoy'dakini dağıttı mı? Yalgan uçurmadı. Yalgan. Hazır yine çok başı. Meğer işligini hazır Amerika'nın mavi Tesla'lar işligini, Ford'un işligini 350 mil bir kaçılsın 350 mil 600 kilometre mağdı. Hazır yakın Japonya'nın ilan kığını ulanın bir batarya 2000 kilo kildigan bir bataryani xeyli tarak qilib bozor saldan yiqilishib qoldi deydi. O bataryani her bir qatim to'qqachilar qo'ysan 2000 kilometr manganda va Amerikaning Ford'ninki men o'qidim, texnikal material o'qisam Amerikaning 4000 kilometr mangadigan bataryani tadqiq qilyapti deydi. Bir nima tadqiq qilgan ekan 4-5 yildan keyin o'xshab ekan burunmuş tilpullar yeni chiqqanda 30 minutda batarya tugab ketadi. Hozir bir qancha vaqtda 2-3 kunga mi yetadi? Neçə gün çıxışlatmasanız bir hafta mı yetadi? Bir qancha vaqtda batarya shunchaki yaxshi bo'lib ketma olmaydi. O bataryalar o'tib ketadi, uni Xitoy ishlanmaydi. Xitoyning guldirmamiz ko'p bo'lgan bilan uzun xalq arada nimasi ishonchiligi, krediti yo'qda. İstimal seviyesi, istimal talebiga yiqilisholmaydi yani. Yiqilisholmaydi. Bir mashina batarya buzuqat nerede alsa bataryani Xitoyda olamiz, Xitoyda akiribmi nereden alsa bu bilmez. O batarya degani o'zingiz ilib silib olmaysiz. Masalan bataryani bataryasi qochilaysiz, har bir masalan 7 yil 5 yildan bataryani boshqa yangi ishlaydiganda shu bataryani shu shirkatga avtib bersiz yo bir yerdan o'zlari bataryani almashtirib berdi, siz o'zingiz almashtirgan narsa emasmi? Shu bir 2 yildan bo'lindi buni baho. Okay. Ben köydim. Tünüge yaklaşık Avrupa'daki muş iqtisad sözleştim burun yani xalqaro iqtisad hem neslerini birine torlaba Germaniyanın, Fransiya'nın, Amerika'nın torlarda xalqaro iqtisadla qanda buluvatıdı şu doğruluk 2 gün yakın mani sözleştim burun yani bir kur okup çıktı. Okay. Xitoy endi o'zi bizning vatanda besib olganlar asosan tutun yer osti boyliqlarini talon-taroj qilib shuni asosan o'zining iqtisodiy manbasining tayanch qilgan hamda hozir qadar bu to'xtamadi. Vatanning boyligimi kun sari ya'ni chiqayotganligi ma'lum. Bu boyliq bilan Xitoy hozirgi shu qiyinchilikni hal qila olamdi. Yoki yetmaydi. Ya endi Xitoyninki ben budak sözüm sözleyme Xitoyninki bir minut sakıp verin ama bunun sel maksukunda sel nim oldu. Bunun Muhterem qarindoshlar, Mevlan Yasin Efendining taqdim qilishida ko'rayotgan programma Xitoy bilan Amerikaninki iqtisodiy jihatdagi selishtiruvimiz bo'lib, bir xil analiz qilyapmiz. Keyingi qismlarda buni davom bo'ladi albatta. Ya'ni pulni kontrol qilish, pulni nazorat qilish orqali iqtisodiy kirimini Xitoyning kelgusi yo'nalishi qaytarib ketayotganligi haqida yechishni izlayapmiz hisobda. Do'stlarga taxt qo'yishinglarni tavsiya qilamiz qarindoshlar. Bo'ldi, qarang. Bu
Haydi çok qara, men yaqında bir budaq so'zlayman. Xitoyning mushu ishlab chiqqan material 74 Xitoy o'zining bir to'g'ri 74% boyligi mushu qiyma boyligi Sharq Turkistondan keldi. Ha. Bu şimdi kırvatı lekin bu yetişmeydi keng dairde buldu. Mesela neftni, mesela altın. Sharq Turkistonning oltini dunyo bo'yicha birinchi darajalik oltin kirdi. Go'har, neft, ko'mir moddalari bular hammasi Sharq Turkistonda. Lekin bu Xitoy iqtisod degan bir yomon keng doirada bo'lgandan keyin bu shunga hamma yerda akir Sharq Turkistonning o'zi yetishmaydi. Masalan, ko'mirni Avstraliyadan akirdi. Kömürge bulduğun kabrına kömür Şarkı Türkistan'dan yetişmedi. Gaz mesela Şanghay'ni, Guangzhou, çoğun şehirlerin Şanghay'ların asas Şarkı Türkistan'dan çıkan gaz bile tutudu. Farklıdı. Lakin yani nurgun yerlerde ekilip sit başında akılda bir Şarkı Türkistan'ın bile yetmeydi. Heylivatıdı bu kanının vay bu Şarkı Türkistan'ın hazır mında düşmegen yeri kalmadı dediğiniz olurken bu. Men aşı 2010 yılı badın burun mesela Gulci bile aşı Ürümçe qarab maqsız mesela Sayram Kölü bile Cin deydigan yer var. Şu arlıqның 10 tarafı deysiniz, muşta 10 tarafı muşta dün tağ de. Buda barsam 10 taraf tağ degan 10 neçə kilometr işkirlek gitti. Xitay deydi bu Xitay degan tağını bir chetliq çaqı degan deydi. Taş çıktı, taş şiştirdiken, top çıktı, topu şiştirdiken, nemi çıktı, şunu işte, muşur tağını yap boldu da atmamdı. Ya Türk pahtı deriydiğen yakılıydı. Bu kurup da yapıp tüydüğün nasıl olsun? Çok için bu içmeydi, başka yerden çıktı. Yediğen persepsi, yani şu yer işler tuttu da. Adı nefti bulanın zor nefti Arabistan'dan ve Rusya'dan kırdı. Rusya'nın şunçalar ziyalıkçı Çin turistinin mısır biri Hindistan biriga Xitayga neftni şuyaga satadi. Rusya'nın nefti Arabның nemiş Xitayni vaydaydi. Arabның Xitayga qattiq qilmaydi. Çünkü Arabның kirimi şu nima asas kirimi nefti. Hazır mavi nima bulduğu hayatını olanın kirimi. Arabның her yıl Arabken sayahatçılar mesela Ümra deyimiz, Hacı deyimiz, Naci kadem buldu. Her yıl 2022 yılı 2022 yılı aşınından kirgen kirimi 86 milyar dolar. Evet. Küçük devlet için yamancı. O'ttir Sharqda bir xil aqlli qilayotgandek bir şey nimanik manzarani yaratdi-da. Bunun da nimaga tayinlayotdi? Iqtisodiy kuchiga tayinlayotdi yoki diplomatiya boshqa nima? Ya, qarang uning biriga iqtisodiy ulardan sit oldi Xitoy nefti. Arabistonlar Xitoyning milini olmaydi ancha juma. Ular Amerikaning yaratma Yevropaning mollarini oldi. Ular pul bor. Uni Xitoyning mili sotdi Xitoyga neft. Bu bir. Ikkinchi Xitoy masalan Arabiston xalqaro masalan Falastin meselesi manda deyli. Bu Falastin meselesi Xitoyga bir cho'ng foydali ish bo'ldi. Bunday yerlarda Xitoy azaldan tortib Falastin taraf turdi. Şuңашqa Falastin əzəldən Xitayını maqtab sözləydi. Aldın günü Abbasyanı Xitayını şunda maqtab sözləydi. Əzəldən bularınki siyasi və coğrafiya nimisində Xitayya kirmendeydi. Üyəyə Ərəbə mal satmaydı Xitay. Hatırca bunlar Ərəbdə bay o Xitayını ilaqə Ərəbdəki köşmənlər almasa Ərəbdəki Xitayını milini almaydı. Onu gülüşünü mü almaydı, yemeklikini mi almaydı? Ular degen Amerika'nın kaymallarını mı yaratmaydı? Ular Fransa, Germaniya, Eşe'nin mallarını aldı. Araplıklar. Sattı da lekin. Nefti sattı. Şu başka iqtisod qaraydı. Aldınqı Gülnaz Abduqadir xonimniki taqdim qilganda Xitoyninki pulning qimmatini dollarga bog'lashda bir xil mehnat pul deyilgan. Hamma pulni aralashtirib bir sovetga hamma narsani ya'ni bir obort qilgan bo'lsa faqat Xitoy puli emas boshqa pullarni aralashtirib olib bir xil murakkab o'ynaydi ekan bu yerda. Mushkul usul bilan qilib kelayotgan ekan Xitoy. Bu qatam sizning kuzatishingizda ilib borayotgan bu Xitoyning iqtisodiy chekinishi Xitoyning pulining qimmatini tuvallatdimi qandoq?
Yani pulunu tuvalet aldı, bakalım kırsız koy. Qarang, bu Xitoy çok kılanmaydı. Xitoy bu da dollardan ayrı siyasetini alımız deydi bu Xitoylar. Bu dollardan mesela bu mesela son 1, 2, 3 dep siz sonunu qilsa 0 bilan 1 bo'lsa, hamma sonni yilib chiqib ketadi, to'g'rimi? 0 bilan 1 bo'lsa 1000 mi bo'ladi, million, hamma shu ikkidan chiqadi. Shuning uchun bu sonliqdagi birlik, dunyodagi iqtisodning birligi bo'lsa dollar. Masalan, Hindiston bilan Xitoy ikkisi savdo qildi. Masalan, mana Hindiston, Xitoy bilan Rossiya ikkisi savdo qildi deb, ular dollar ishlatmaymiz deb, shuning bilan Xitoy masalan Rossiyaning nasini Xitoy puli to'lab, Rossiya Xitoyning milini olganda Rus pulini rubi to'lab qayta ilib qildi-ku. Qilganda masalan, men sening milingni olsam, men qanchalik Xitoy pulini to'layman, Rossiya qanchalik rubl va xalq puli qanday olmishdi, bu ikkining qimmatini qanday baholaydi. Bular baholaganda yana shu kungi rubl bilan Xitoyning dollar puliga nisbatan qanchalik ekanligi hisoblab turib, bular ikkining miqdorini chiqardi. Yana shu kunda obrat qilgan pulni yana dollarning qiymatini o'lchaydi. Bu qanday hisoblaysiz? Hatto sening yevro bor-ku, yevro. Yevromi qimmatini dollar orqali hisoblaydi. Dollar birligi asosiy. Masalan, o har qanday Hindiston bilan voy olimiz ayrilmasa ayrilanmaydi. Eng oxiri bular o'tirib ikki davlat hisobini maqla, mening bir rubrum, sening bir xalq pulingga bu ikkisini bu qanday selishtiramiz, qanchalik xalq puli, qanchalik rubuga teng keldi degan masalada bular darrov xalq azob qarab, sening rubuling manchilik dollarga, mening xalq pulim manchilik dollarga, shuning uchun ma qimmat yasalmaydi deb, kundalik bozorga, Nyu-Yorkga, paychak bozorga dollar qarab turib, bular bir-birini almashtirdi. Shuning uchun uni qilish va hozir undan keyin masalan, men nimada Uyg'ur ilaqa Qaraqash tajilninkida Yunuscha o'qidi. Xitoy xalq dollardan ayrilam deb. Masalan, Amerikada dunyodagi bozorning 47%ni egallaydi. Yevro 27%ni egallaydi. Yaponiya 6 Angliya 6-4. Xitoydagi dunyo bozorining 2,1ni egallaydi xalq pulining xajlishi. Bu xalqaro 2,1dan bular Amerikaning pulini ilish uchun avval 2,6 bo'lgan Yaponning ustiga chiqish kerak. Bu xalqaro 2,1dan 2,6ga chiqish degan o yo'qli gap. Uni chiqib bo'lsa, uningdagi Angliyaga berish, Angliyani 6,5ga berish kerak. Uningdan chiqib bo'lib, uningdan yevroga berish kerak. Bu dollar degan bularga yo'qli, faqat bir tashviqot qilinmaydi. Qanday almashtirsa dollardan almış, qanday selishtirsiz. Turkiyami masalan Turkiya bilan Xitoy ikkisi masalan bir bahasi bir mal ilib mal qilib Turkiyaning pulini ilishtiramiz, xalq pulini qilishtiramiz. Masalan Xitoyning mallarini Xitoy pulida almışız, qanday selishtirdi? Pulni ikki pulni xalq puli bo'lmagandan keyin shu kunlik ikkisining pulining dollardagi qimmatini hisoblab, maqlan 1 dollar bir xalq puli manchilik lira tankilga deb shunday hisoblaydi. Türkiye'nin 10 yıl içinde mesela öz vaxtideki 5 lira 1 dollar olgan bolsa, hazır 30 dollardan 30 lira değişip gitti de 6 esi katlanıp gitti. Xitoyning bu xil o'lchamlar o'lchagan chog'da yaqinqi 5 yil mobaynidagi yoki 10 yil mobaynidagi pulning qiymatida davolash yoki undaq bir sons bir o'zgarish bo'lganligini hech bayqamadik. Siz qanday qaraysiz? Ya bayqamaydi chunki rublda bo'lmaydi. Bular Türkiye qarang. Türkiye xeyli ko'p darajalik iyilik yo'lga kirdi. Uning pul bahosini bozor qo'yib berdi. Xitoyning pul bahosini dollarda qanchaga hukumat kontrol qildi. Burun biz kichik vaqtimizda 1 dollar 1,7 yuan, 1 yuan 70 tiyin. Kim shunday bozor qilganlar 8 ga chiqqanda hukumat kontrol qildi. Rublni hukumat kontrol qildi. Agar Xitoy iqtisodshunoslarning qo'yib berishicha, agar Xitoy xalq pulini bozor qimmati bozor qo'yib yetgan bo'lsa, bir hafta qolmay 1 dollar 120 yuanga chiqib ketadi deydi. Hukumat kontrol turda qo'yib bermaydi. Masalan, realnimi, arabning pulnimi? Ular qachonli qarsangiz 1 dollar 3,75. Arab pulga.
Hükümet kontrol kıldı, Arap'ın iqtisat asasında kontrol başında turdu. Kaçanlık qarsansa şu oxşaşlı turdu. Bulaylık hükümet kontrol kılga iyilik pulu emas. Tamam. Pazar pulu emas. Tamam, bundaqsa bu programda hazır şu iqtisadi köznekten turup analiz kılgan boğulduğu için başlanış oldu bizge. Aldığımız günlerde yana yangi so'rlar olsa albatta qarindoshlar aytib bersa so'rashtirishimiz. Bugün işler geçip olsun. Köp rahmat. Boladı. İşkatmamı haqlanda keşke yılık mesela yılık çıkkı adam sokağa çıkan haber bolsa haq degan şundaq gördük. Ben daim jihatım texnik jihatlardan muş jihatlardan muş birinlerini imkoniyat ba amibab tushundiray deyme. Muşnimi imkoniyat ba anglasa haqlarning şu yılık biliminin ölçüşüge faydası barçı. Biliminin ölçüşüge ben şu iqtisat yumşaq detal mudafiye sug'urta muş on neç kesitmiş Amerika'da şu cihat işletiyor. Şu hem cihatı asas cihattan haberim var. Biraz her bir saatken çoğunkur ürgünüş doğru keldi. Şu imkoniyat var. Şu halklarga şu bir az bolsun yardım bolsun dep Sizdeki bu juglanma bilim bolap, bunda anlaplam qaçda deplam sözmellik kılıvatkan program emeslikini millet bilip oldu. Bir program için qanchalik ajr qilganligingizni, qanchalik tayyorlik qilganligingizni tegidin tushunib yetdi. Şuna ilgili yaxshi ko'rilayotgan, hozirgi mavi bo'ron chapqin tufaylidan bizga nisbatan biraz shamol chiqdi. Şu fidoyilar ijroniga qarshi pozitsiya tutish orqali buning nimasida sizningki ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lekin ilm ilishni tushunadigan qarindoshlar uchun har vaqt qimmati yo'qolmaydigan izdenish qimmati yuqori Ondaq bir narsalarni taqdim qilasiz. Şuna vaqtning o'tishi bilan inshaalloh bu yana ko'p ko'riladi. Yaxshildi. Gaylar degan rasmiy bu fidoyilar ekraniga qora tizimda kirgizib olganlar bor emasmi? Tövbe qalqma. Qora tizimda kirgizib olgan mana maslahat bor, berganlar bor. O fidoyining ekraniga chiqishi boshqa bir ekranga chiqsa mana u bu dedi. Fuqaman fidoyilar ekranda men o'zim nimin deyman sen dallalaymanki. O'zim xotirjam so'zlaymankan mush ikman mushtaq ekran kerak menga. Aslida bu rasmiy qora tizimda kirgizib olganlar bor emasmi? Aslida bu ekranda taqdim qilingan hozirgacha 1000 dan oshdi programma. Gerçi aldığınki mezmunlarını yoxtib qo'ygan bo'lsaqmi, do'stlarimiz albatta ko'ngil nimasida sanab keldik. 1000 dan oshgan programmaning hech biri desak bo'lmaydi, ammo ko'pinchasida taqdim qiluvchi ustozlarninki shu fidokorlarning o'zining programmasi bo'ladi bu. Biz ularga cheklim qo'ymadik. Faqat azroqlam talablarda bo'landik, takliflarni sundik. Lekin ko'pinchasi hech qanday fikrlari to'solg'uch qilmagan avalasida to'liq bayon qilib berishga tirishdi. Biz shunga loyiq mulozamat qildik faqat. Shuni tushungan insonlar uchun albatta bu biz uchun qilmaylik buni millatning manfaati uchun o'zining xizmati o'qasin deb qilig'liq. Siz shuni tushunganligingiz uchun davom qilyapsiz. Albatta tushunganlar uchun bu yana ortiqroq. Ya bu intay muhim biz Uyg'urlarchi mushu masalanga mushunda to'rda har xil o'xshamagan g'ayvaqti o'zimizninki zidiga o'zimizning o'y fikr bilan qanchalik qarshi bo'lib ketsin shu fikrlarni o'ttirib qo'yishga bir ruxsat qilishni o'rganishimiz kerak. Biz tarixdan tortib shu bostirib ketib bizdan lotqlar yomon besilib ketganchi. Shu boshqa Uyg'urlar shunga ko'nib ketgan. Shuni erkin so'zlashni qanchalik mayli fikri qanchalik qarshi bo'lsin, shuni erkin so'zlashni Uyg'urlar o'rganish kerak. Shuni qo'yib berish kerak. Shu vaqtda ideya qavlandi. Bo'ldi ukamsi men bo'ldi qilay, endi sizga Xudoyim yana bir qatim ko'rishga Alloh nasib qilsin. Ma'qul. Siz mamnun bo'ling. Mehribon güzel qarindoshlar, aziz ko'rman do'stlar. İnşallah programımızın keyif kısmında görüşelim. Dostlarga tavsiye qilib qo'yishni unutmanglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'sh, Mavlanka.